Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugungi 7-chaqiriq Xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining 33-sessiyasida Xalq deputatlari viloyat kengashiga saylangan 56 nafar deputatlarning 44 nafari ishtirok etmoqda. Ulardan uzrli sabablarga ko'ra 9 nafar, uzrsiz sabablarga ko'ra 3 nafar deputatlar ishtirok etishmayapti. Kvorum mavjud. Shuningdek, sessiya ishida masalaga taalluqli viloyat hokimining tegishli o'rinbosarlari, kotibiyat mudirlari, boshqarma va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vosita xodimlari ishtirok etishmoqda. Sessiyamizni chaqirish bo'yicha kimda qanday taklif bor ochish bo'yicha? Ochilsin degan taklif tushyapti. Marhamat, ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibligiga 36-Hasonboy okrugi deputati Mahmadaliyeva Dilorom Sholatipovna nomzodi tavsiya etilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Ovozga qo'ysam bo'ladimi? Marhamat, rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat, Dilorom Sholatipovna sessiya kotibi etib saylandingiz, o'z joyingizni egallab, vazifangizga kirishishingiz mumkin. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiyamiz 33-sessiya kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga 9 ta masala kiritilmoqda. Masalalar hammanglarga tarqatilgan. Sessiya kun tartibini o'qiymi yo tanishgansizlar? Tanishgansizlar. Qo'shimcha takliflar bormi kun tartibi bo'yicha? Ma'qul. Ovozga qo'ysam bo'ladimi? Marhamat. Kun tartibiga kiritilgan 9 ta masala yuzasidan ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibi ham bir ovozdan tasdiqlandi. Endi reglamentimiz tasdiqlab olishimiz kerak. Reglament bo'yicha reglament quyidagi taklif qilinmoqda. Asosiy ma'ruzachilarga 15 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga 5 daqiqagacha,
savol-javoblarga 3 daqiqagacha vaqt berilsa degan taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Marhamat, ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, reglamentdan bir ovozdan tasdiqlandi. Endi kun tartibiga kiritilgan masalalarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Kun tartibidagi viloyatda 2026-yilning 1-choragi davomida kriminogen vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, omillarini bartaraf etish yuzasidan amalga oshirgan ishlar to'g'risida viloyat prokurorining axborotini eshitishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 1-sonli qarori va 2-sonli qarori hamda maxsus qarorlarga asosan prokuratura organiga kriminogen vaziyatni kundalik tahlil qilish va jinoyat omillarini bartaraf etish bo'yicha manzilli chora-tadbirlarni belgilash vazifasi yuklatilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus qarorida hududiy prokurorlarning bu borada amalga oshirayotgan ishlar to'g'risida axborotni mahalliy kengashlarga kiritib borish vazifasi ham belgilangan. Ushbu munosabat bilan bugungi sessiya kun tartibiga kiritilayotgan masalada viloyatimiz darajasidagi qonuniylik holat va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan Toshkent viloyat prokurorining axboroti eshitiladi. Ushbu masala xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026-yil 16-aprelda yig'ilishida ham atroflicha muhokama qilingan. Ushbu masala yuzasidan so'z viloyat prokurori, adliya katta maslahatchisi Azamat Egamberdiyevich Mirzayevga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli rais yig'iluvchi. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar. Demak, bugun axborotimda 15 minut vaqt berdik. Jinoyatchilik holati bo'yicha viloyatimizdagi vaziyat haqida aytadigan bo'lsam, viloyatda joriy yilning o'tgan davrda demak 3347 ta jinoyatlar hisobga olindi. Olinib 20,4% yoki 212 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil qildi. Ko'rilgan choralar natijasida 2025-yilning shu davraga nisbatan 12% ga kamayishga erishildi. Xususan, bosqinchilik 25%, avtoulovni olib qochish 22%, firibgarlik 21%, qasddan badanga olishga shikast yetkazish 38%, yengil shikast yetkazish 15%, talonchilik 16%, o'g'irlik 3%, yo'l transport hodisasi esa 2,4% ga pasaydi. Biroq kibermakonda sodir etilayotgan jinoyatlar bu boradagi ishlarni yangicha tizim asosida amalga oshirishni taqozo qilmoqda. Viloyatda jinoyatlarning 50%ni axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar tashkil etib, asosan bank kartalaridagi pullarni o'g'irlash va firibgarlik yo'li bilan sodir etilmoqda. Albatta bu o'tgan yilda 35% bo'lsa, bu kundan kunga, oydan oyga o'sib borayotgan jinoyatlar hisoblanadi. Buning uchun o'tgan yilda Ichki ishlar boshqarmasida 51 kishidan iborat bo'lgan boshqarma tashkil bo'ldi va bizda prokuraturamizda 4 kishilik guruh tashkil qilindi. Albatta bu borada ishlar amalga oshirilyapti. Lekin baribir kamchiliklar ko'p. Hozirda masalan Xitoydagi o'zini maxsus kiber xavfsizlik markazi tashkil etilgan Xitoyda. Bu o'rganildi va bunga ko'ra jamoat xavfsizlik xizmati, bank muassasalari, onlayn to'lov tizimlari tashkilotlarining mas'ul xodimlari ham bir joyda o'sha markazda ish olib boradi va bu markazda ish olib borish bilan birgalikda aniqlangan o'sha o'g'irlangan o'sha pullarni o'z vaqtida bank kartalarini muzlatish masalalari ko'rilyapti. Bu bo'yicha bir qancha siljish bor. Albatta bizda ham hozir boshqarmalar tashkil bo'ldi. Kelgusida yagona kiber markazi tashkil etish bo'yicha biz takliflarni berganmiz va bundan tashqari bizda Nurafshonda kiber universitetimiz bor. Bu bilan albatta hamkorlikda memorandumlar imzolandi va ularning o'sha mutaxassislari bunga bizga yaqindan yordam beryapti. Biz shu paytgacha qilgan ishlarimiz albatta bu aholiga kiber madaniyatni oshirish, o'zini plastik kartalarini, kodlarini boshqa birovga bermaslik, boshqa kabi buklitlar qilib o'sha viloyatimizdagi 200 mingdan oshiq xonadonlarga tarqatish bo'yicha yetkilik bilan ishlar aksariyatiga tarqatib va ijtimoiy tarmoqlarda albatta
kiber madaniyat mavzusidagi roliklar bilan ishlar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari oilaviy nizolar, xotin-qizlar, yoshlar va voyaga yetmaganlar masalasida viloyatda oilaviy nizolar jinoyatchilikning eng og'ir ijtimoiy omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Birinchi chorakda oila turmush munosabatlari doirasida 33 ta jinoyatlarning barchasi o'sha yaqin qarindoshlar tomonidan sodir etildi. 12 ta qotillikning 4 tasi oilaviy nizolar natijasida yuzaga keldi. Oilaviy kelishmovchiliklar zamirida 1219 ta huquqbuzarlik sodir etilgan bo'lsa, ularning 557 tasi yoki 46% oilaviy zo'ravonlik holatlarini tashkil qilgan. Bu raqamlar albatta nizoli oilalar bilan ishlashda mahalla ittiligi, xotin-qizlar faoli, psixolog, ijtimoiy xodim, adliya va sog'liqni saqlash tizimi hamkorlikda ishlayotganini ko'rsatyapti. Albatta kamchiliklarimiz bor. Kuni kecha biz viloyat hokimimiz bilan birgalikda keng jamoatchilik bilan birgalikda uni muvofiq qiluvchi idoralar prezidentimizning birinchi va ikkinchi sonli qaror ijrosi va yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar bo'yicha gaplashib oldik. Va bu bo'yicha juda ko'p mas'ullarni, suskashlikka qo'ygan mas'ullarning javobgarlik masalalarini hal qildik. Albatta, jinoyatchilik haqida gapirganimizda xotin-qizlar masalasini har doim dolzarb. Mana o'tgan yilda 16 ming nafar, joriy yil birinchi chorak esa 3 mingga yaqin ayollarga nisbatan zo'ravonlik sodir etildi va himoya ordenlari berildi. Bu albatta jinoyat, ma'muriy hammasi hisobga olingan. Albatta 3 oyda 14 ta ayollar tomonidan jinoyatlar sodir etildi. 60 nafar ayol fohishalik bilan shug'ullangani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Uzoq muddatga chiqib ketgan xotin-qizlar bu masalada biz kecha kelishib oldik. Albatta ko'rsatkichlar yomon, 76 mingdan ortiqni tashkil etmoqda. 2023-yilda 14-17 yosh qizlar o'rtasida 94 ta, joriy yilda esa 37 ta erta tug'ruq qayd etilgan. Albatta o'tgan yili xabarlarimiz bor, 12-sentyabr kuni Sayyor Mavlonov o'z raisligimizda kengashda ko'rilgan bu masala. 31 nafar tibbiyot xodimi va 27 nafar ta'lim sohasi xodimlari barchasi nizomiy javobgarlikka tortilib, yangicha tartib tizim qilaylik. Bunaqangi holatlar yuz berganda albatta murojaat qiluvchi idoralarga xabar berish tizimini qayta ko'rib chiqdik va buni yo'lga qo'yib oldik. Endi shuni ham hisobiga baribir ham mana birinchi chorakda yana 37 ta erta tug'ruq qayd etildi. Demoqchi bo'lganim, biz birinchi marotaba birinchi etapini tahlil qildik, sessiyada ko'rdik. Endi o'ylaymanki, uni keng jamoatchilik bilan o'sha mahallalar va keng jamoatchilik ishtirokida yana bir marotaba bu masalani muhokama qilishimizga to'g'ri keladi. Yoshlar tomonidan 78 ta jinoyatlar sodir etildi, ayniqsa Yangiyo'l va Xonqaroy shaharlarida o'sish kuzatildi va bu bo'yicha tegishli bizni huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, ta'lim idoralari barchasi ogohlantirildi va kelgusida bular chuqurroq e'tibor qilish kerak bo'lgan masalalar ko'rib chiqildi. O'sha muntazam dars qoldiruvchilar soni, tarbiyasi og'ir o'quvchilar sonlari aniqlanib, bular bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz. Shu o'rinda bir narsani aytmoqchi edim. Sayyor Mavlonov bo'layotgan ishlarimizda mana jasorat maktablarini joylarda biz Angren shahrida harbiy qismda ko'rdik. Agar deputatlarimiz qo'llab-quvvatlasa juda yaxshi bo'lardi. Jasorat maktabi bu har chorakda demak kengash o'zlari pul berasizlar. O'sha tarbiyasi og'ir bo'lgan yoshlarni borib 10 kun harbiy qismda o'rgatamiz. Lekin buni har bir tuman kesimda qilishimiz kerak. Nima uchun? Tumanda o'zi tarbiyasi og'ir bolalarni shu paytgacha maktabdan hech kim tarbiyalay olmadi. Oilada ham, mahallada ham hech kim tarbiyalay olmadi. Endi hozir kimlardir biriktirildi, lekin bu biriktirilgan odamlar ham uni tarbiyasini yo'lga qo'yishga qiyin bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, 10 kun bo'lsa ham, 15 kun bo'lsa ham o'sha harbiy qismga olib borib, harbiycha tartib intizom bilan birinchisi, ikkinchisi uni dasturini qayta ko'rib chiqishimiz kerak. O'ylaymanki, bizdagi universitetlar, psixologlar hammani jalb qilib, yangicha dastur qilib va endi ularga albatta ko'proq ishlamoqchi bo'lganlari bor. Bularga o'sha banklarimizni, iqtisodiy bloklarimizni ham jalb qilib, o'sha joyda gaplashib olsak. Chunki ularni uyga borib ham to'g'ri gaplasha olmayapti. Biz bildikki, o'sha jasorat maktabini bitta kursini o'zimiz otaliq qolib, mana xodimlarim o'sha birgalikda 10 kun ham birga bo'lib o'shalar bilan birga ishladik. Ayniqsa psixologlarimiz yordami, ular bilan gaplashganda, ular bilan ochiq gaplasha oldi. Ular o'sha ularning muammolarini bizga aytib bera oldi. Shuning uchun o'ylaymanki, albatta mablag'larni ajratish vakolatlarimiz bor.
o'shanda jasorat maktablarini albatta har bir tumanda va aynan tarbiyasi og'irlarida tuman o'qitsa va o'sha tumanning rahbarlari ham o'shanga o'zini o'sha farzandlariga mas'ul bo'lsa, o'ylaymanki, natijaga erishsak bo'ladi. Uzoq muddatdan qaytganlar masalasi, demak bizda 12.000 nafar, 12.284 nafar uzoq muddatdan qaytganlar bor. Ularning demak 80% tibbiy ko'rikdan o'tkazilgancha yo'q haligacha. Shu o'tkazilganlaridan ham endi shu yilda 8 nafar SPID aniqlangan. Bu bo'yicha biz tibbiyot idoralarini albatta ogohlantirdik va boshqa kamchiliklari va umuman boshqa kamchiliklar ham borligi uchun to'g'risi viloyat tibbiyot boshqarmasi boshlig'iga nisbatan intizomiy javobgarlik tortish to'g'risida qaror qabul qildik. Birinchi va ikkinchi sonli qarorlar ijrosini aytganimdek muhokamalar qildik. Albatta bunda biz kelishib oldikki, bizda eng katta bu qarorni birinchi va ikkinchi sonli qarorni mazmuni shundan iboratki, birinchisi hamma xabari bor, mahallada huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish mexanizmi bo'lsa, ikkinchisi mas'ul shaxslarni o'sha mahallalarga biriktirilishi. Ya'ni ularni vazifasi. Bizda 108 ta mahalla birinchi darajali rahbarlarga biriktirilgan va bundan tashqari kengash respublika shtab tomonidan adliyaga, sog'liqni saqlashga va xotin-qizlar bo'yicha viloyat hokimi o'rinbosariga mahallalar biriktirilgan. Bularda amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qildik. Eng asosiy masalalardan biri to'g'risi bu yoqda domofon o'rnatish, masalan domofonda qanchalik muhimligi, mana ayniqsa o'sha ko'p qavatli uylarda, ya'ni o'sha uni sharti bilan qo'yilganki, xonadonda turib ochilish kerak. Xonadonda turib ochilish kerak. Ikkinchisi, hozir Toshkent shahar poytaxt amaliyotida kecha ham gaplashganimizda o'sha domofonga kamerasi bor. O'sha kameraning o'zi bizga o'sha ichki ishlar vazirligi huzuridagi o'sha xavfsiz shaharga ulanadi va kim kirib chiqqani albatta hisobi bo'ladi. Bu degani o'sha joylardagina qo'shmachi xonalar, boshqa degan kabi narsalarga chek qo'yish va boshqa o'g'irlik kabi narsalarga chek qo'yishimiz mumkin, lekin albatta uni mablag'i oson emas. Biz hisobladik, o'sha hozir 6 oy yakuni bo'yicha rejani amalga oshirishimiz uchun domofonlar uchun 20 milliard atrofida pul kerak bo'ladi. Buni mablag'ni o'zi asosan aholi o'zi yoki nimalar qilish kerak? Boshqaruv shirkatlari bor, ular qilish kerak, boshqaruv BSKlar, lekin ularda ham mablag'lardan muammolar bor. Va bundan tashqari kameralar masalasi, o'sha namunaviy xavfsiz ko'cha va xavfsiz uy masalalari bor. Namunaviy xavfsiz ko'chalarni ham har bittasini eng asosiy masalalari tungi yoritish va kameralar o'rnatish masalalari bor. Unda ham mablag'lar bilan bog'liq. Kecha gaplashib oldik, o'ylaymanki, sizlar uni qo'llab-quvvatlaysizlar viloyat hokimi bilan o'sha 1 yillik yoki 6 oylik sarf bo'ladigan xarajatlarni ro'yxatini qilib, albatta ertachiroq bu bosh prokurorimiz, bosh vazirimiz ishtirokida muhokamalar bo'ladi. Bizga o'sha ajratib berilgan mablag'larni albatta o'sha kamera, domofon kabi narsalarni sotib olishga ishlatamiz. Birgalikda buni ham amalga oshiramiz. Eng asosiy masalalardan biri ijtimoiy profilaktika masalasi. Ya'ni bu tizim Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Ichki ishlar vazirligi tizimida ijtimoiy profilaktika elektron platformasi yaratilgan. Bu platforma shu jinoyatchilikni bilan huquqbuzarlikni oldini olishda manzilli shaxslar bilan ishlaydigan tizim. Ya'ni bu tizimda profilaktika inspektori va 7 likka ulangan, kelajakda boshqa tashkilotlar bilan ham ulanishi rejalashtirilgan qaror bo'yicha, lekin hozir o'sha 7 lik bilan ishlaydi. Profilaktika inspektori mana shu 3 oy davomida Toshkent viloyatida 30 mingdan oshiq fuqaroni huquqbuzarlik sodir etishi mumkin yoki huquqbuzarlikdan jabrlanishi mumkin deb topib 7 likka o'tkazib berdi. 7 lik tomonidan teng yarmi 50 mingi 30 ming 15 mingi ijobiy hal qilindi. Ya'ni ular hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi va boshqa ijtimoiy xodimlarga asosan ish bilan ta'minlash, uni sport to'garaklarga jalb qilish va hokazo. Endi bularni ham o'rgandik, bularda ham muammolar bor, albatta o'z vaqtida qabul qilish, ko'rib chiqishlardan muammo bor. Bitta misollar bor, aytmoqchiman. Yuqori Chirchiq tumani Kavardon mahallasi hokim yordamchisi Uzoq va profilaktika inspektori Yo'ldoshev tomonidan
17 mart 2026-yilda shakllantirilgan o'sha dasturda o'sha Po'latovning, ya'ni buni huquqbuzarlikka moyil deb topilgan bu yoki ish bilan ta'minlanganlik haqida soxta hujjatlar bilan ijtimoiy profilaktika tadbirlari yakunlangan. Yoki Qibray tumani Farovon mahallasida yoshlar yetakchisi Husanova va profilaktika inspektori Rajabov huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan Mahmudovani bu yoki sport to'garaklariga jalb qilinganligi xususida boshqa fuqaroning fotosuratini 26-aprelda dasturga yuklab, ijtimoiy profilaktika tadbirlarini yakunlagan. Ya'ni bu degani bu kurash faqat nimada emas, elektron platformalardan ham ketyaptiki, o'sha joylardagi yettilagan juda ko'p hujjatlarda o'zini kepayi belgilanadi. Agarda o'shani vazifani bajara olmasa, u oylik maoshi kamroq bo'ladi. Shuning uchun ham bularda ham soxtalashtirish, yolg'on ma'lumot kiritish kabi muammolarimiz juda salmoqli. Endi yana bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu Toshkent viloyati umuman boshqa viloyatlarga o'xshamaydigan jihatlari ko'p. To'g'risi mana tahlillar qilib ko'rdik. Boshqa viloyatlarda aholisi ko'p bo'lishiga qaramasdan Toshkent viloyatidagi ish hajmi, endi biz o'zimizdan kelib chiqsa, jinoyat haqidagi xabarlar 1,5-2 barobar ko'p. 1,5-2 barobar ko'p. O'ziga xos jihatlari mana ham urbanizatsiya, ham qishloq xo'jaligi kesishgan joy. Mana bo'lgan voqealar bilan ham hududdagi muammoli vaziyatlar juda ko'pligini anglash mumkin. Hammani xabari bor. Mana 5-mart kuni Angren shahrida voyaga yetmagan Quvondetov maktabdan uyiga qaytayotganida daydi itlar tishlash oqibatida vafot etdi. Bu Angren shahri poytaxtimiz yonida bo'lgan holat. Bu kabi holatlarimiz ko'p bo'lgani uchun biz shuni chuqur o'rganishga harakat qildik. Shu misolida o'rganishlarimizga ko'ra tahlillarni biz taqdim qildik. Demak, deputatlarga ham havola qilmoqchiman. Demak, daydi va qarovsiz hayvonlar 2022-yilda 14 mingta, 2023 16 ming, 24da 15 ming, 2025da 18 mingtani tashkil qilgan. Bugungi kun hududdagi 6 ta daydi va qarovsiz hayvonlarni saqlash joylari sig'imi 6400 tani tashkil qiladi. O'rganishda esa 10250 ta yoki sig'imga nisbatan 3850 ta ko'p itlar sanitariya gigiyena qoidalariga zid ravishda saqlanib kelmoqda. Demak, ushbu saqlash joylarida veterinar shtab birliklari tashkil etilmaganligi natijasida belgilangan tartibda itlarning sterilizatsiya va kastratsiya choralari ko'rilmagan. Buning oqibatida daydi va qarovsiz hayvonlar ko'payishiga sharoit yaratilgan. O'z navbatida 2025-yilda daydi itlardan jabrlangan, biz shuni ko'tardik. 7876 nafar. Shundan 3758 nafar bir yilda daydi itlardan aholi jabrlangan. Tibbiyot birlashmalariga murojaat qilingan bu to'g'risida va dori-darmon, muolaja va vaksina xarajatlari uchun byudjetdan 308 milliard so'm sarflangan. Hozirda daydi va qarovsiz hayvonlarni saqlash joylari to'lganligi va qarovsiz qolgan hayvonlar tutib olinishi va obodonlashtirish boshqarmalarining mavjud quvvatlari ularni saqlash imkonini bermasligi sababli ushlangan itlar qabul qilinmasdan kelinmoqda. Mazkur yo'nalishda 10 ta davlat, Italiya, Ispaniya, Germaniya va boshqa davlatlar tajribalari o'rganildi va hokimlikka takliflarimizni berdik va tuman shahar obodonlashtirish boshqarmalarida demak, joylar ajratish bo'yicha va adliya bilan birgalikda xuddi shunday notijorat o'sha itlarga qaramoqchi bo'lgan, ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lgan tashkilotlar ham topildi va 12 ta tumanda o'tkazildi va har bir tumanda shu daydi itlarni saqlaydigan xonalarni tashkil qilish, ularga mana obodonlashtirish boshqarmalarida daydi itlarni tutish uchun o'sha moliya boshqarmasidan mablag'lar ajratish, mashina ehtiyot qismlar va hokazo masalalarini aksariyat qismi hal qilindi va bu borada ishlar davom ettirilmoqda. Bundan tashqari viloyatimizga xos bo'lgan eng dolzarb masalalardan biri yerlarni talon-taroj qilish holatlari. 3 oyda 7 gektar yer maydonlarini 508 milliard so'mga noqonuniy sotib yuborish holatlariga chek qo'yildi. Bundan tashqari 34 ta jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Ko'rilgan choralar natijasida o'zboshimchalik bilan egallangan 1,4 gektar yer maydonlari davlat zaxirasiga qaytarilib, 78 ta noqonuniy qurilmalar bartaraf etildi va 13 ta holat yuzasidan sudga da'vo arizalari kiritildi. Endi bu holat juda katta mavzu. To'g'risini aytsam, bog'dorchilik, uzumchilik shirkatlarimiz bor bizda. Ya'ni 556 ta. Mana shu deputatlarga shuni havola qilmoqchi edim. Albatta bu masalani birgalikda hal qilishimiz kerak.
Toshkent viloyatida 3343 gektar yerni egallab kelayotgan bo'shlar bor. Bo'shlarda 41200 ta dala hovli bor. Shuning 7842 tasi foydalanuvchi sifatida texnik kadastr hujjatiga ega, 14000 tasida kadastr hujjati ham mavjud emas. Bu ham bizda jinoyatchilik va huquqbuzarlikka, umuman holatga ta'sir qiladi. Nima uchun? Chunki bular nazoratsiz yashash joy maqom sifatida, aholi yashash joy punktlari sifatida qabul qilinmagan va u mana voqealar shundayki, masalan, Piskent tumanida ham adashmasam Lolazor bo'sh bor edi. Ikkita aka-uka vafot etgani bo'yicha uydan topildi keyin. Bu nima? Mayli jinoyat yo'qdir, lekin qarovsizlik, nazoratsizlik bor bu bo'shlarda. Juda katta. Buni huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hammasini jinoyatga tortib yoki uni eplab oxiriga yetib bo'lmaydi. Albatta buni takliflarini ham tayyorladik. Biz boshqa davlatlarni ham o'sha kadastr idoralari nima ish bilan shug'ullanadi, nima uchun bizda bunaqa ahvol degan masalalarni chuqurroq ko'rishimiz kerak. Albatta bu kadastr idoralarini ham hech bo'lmaganda Toshkent viloyati, chunki boshqa viloyatlarda bunaqa muammo yo'q. Chunki endi Toshkent viloyatining o'ziga xos jozibadorligi, turizm salohiyati yoki poytaxtimizning atrofida bo'lganligi uchun, yerga bo'lgan talab ko'pligi uchun ham mana shunaqangi yer qonunchiliklarida muammo bor. Albatta kelgusida yerni nazorat qiladigan, yerni hisobini olib boradigan kadastr idoralarini ham umuman alohida dub yoki alohida mayli endi uni keyinchalik ko'rishimiz mumkin. Adliya idoralari, boshqa idoralar tasarrufida ko'rsak, menimcha o'ylaymanki, Toshkent viloyatiga ta'sirliroq va samaraliroq ishni qilgan bo'lamiz. Endi bizda eng katta jinoyatni, masalan, 23%, oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarimizning 23%ni yo'l transport hodisalari hisoblanadi. Nima uchun yo'l transport hodisalari bizda juda ko'p? Sababi vodiy va vohadan kelayotgan, poytaxtimizga kelayotgan barcha yo'nalishlar Toshkent viloyatidan o'tadi va kunlik masalan 70 minglab transport vositalari qatnaydigan bo'lsa, har bittasida demak qanaqadir muammo bo'lib, o'sha jinoyatchilikka ta'sir qilyapti. Albatta buni ham men o'ylaymanki, bir yillik emas, bir 5 yillik dastur qilib olishimiz kerak. 5 yillik dastur endi bu Vazirlar Mahkamasi bilan birgalikda Toshkent viloyatida yana bir aytaman, boshqa viloyatga o'xshamagan holat bo'lganligi uchun, sababi juda ko'p mana M39 boshqa yo'llarda o'sha qatnov o'zini qoidasiga ko'ra hozir 2 polasa, 4 polasa, 6 polasa bo'lish kerak. Sababi qatnovning ko'pligiga qarab. Bizdagi qatnovning ko'pligi karra-karrasiga oshib bo'lgan. Bu to'g'risida o'z vaqtida qarorlar ham qabul qilingan, lekin albatta uni turli xil muammolar bilan bular hal qilinmasdan kelinyapti. Shuni o'ylaymanki, mana misol uchun aytaman, M39 avtomobil yo'lidagi teshik ko'prik 1969-yilda foydalanishga topshirilgan. Texnik tavsifi bo'yicha ustki qismi sotkasiga 15-20 mingta, ostki qismida 6 mingta transport vositasiga mo'ljallangan. Amalda esa ustki qismida 52-54 ming, ostki qismida esa 17 mingta transport vositalari harakatlanmoqda. Shaharsozlik normalariga ko'ra harakat jadalligi 40 mingdan oshsa, tasmalar soni 6 ta bo'lishligi lozimligi ko'rsatilgan. Yoki D020 Qorasuv Bo'ka Bekobod yo'lida 2025-yilda 86 ta jiddiy oqibatli yo'l transport hodisalari sodir bo'ldi. Ushbu yo'lni 2019-2021-yillarda 4 tasmali yo'lga o'tkazish belgilansa-da, 2026-yilgacha 62 kilometrdan atigi 15 kilometr qismida rekonstruksiya ishlari bajarilgan xolos. 2026-yil 3 oyda mazkur yo'lda yana 11 ta yo'l transport hodisalari sodir etildi, 5 tasi o'lim, 7 tasi tan jarohati bilan tugagan. Bu ko'rinib turibdiki, bu jinoyatlar har bitta sodir bo'layotgan jinoyatlar ichki ishlar yoki boshqa xodimlar ham oldini olish imkoniyatiga ega bo'lmayaptiki, sababi bu yerda albatta yo'llarni kengaytirish va boshqa muammolarimiz bor. Bu albatta A370 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining Angren shahri qismida juda katta Apartak Nufiy hududidagi 89-kilometrda og'ir yo'l transport hodisasi sodir etilib, 2025-yil 7-sentyabrda 13 nafar fuqaro vafot etdi. Bitta avariyada, yaqinda ham xuddi shunday avariya bo'ldi. Unda ham adashmasam 4-5 ta fuqaro vafot etdi. Bunda ham alohida bu Vazirlar Mahkamasini farmoyishi bilan alohida ishchi guruh tuzildi sentyabr oyida va bir qancha rejalar belgilangan. Albatta ular ham bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti.
O'ylaymanki, biz mana shu sessiyamiz qaror yakunlarida biz mana shu hamma ma'lumotlarni sayyoraga tashlaymiz. Albatta sessiya nomidan ham albatta munosabatlar bildirilsa, viloyatimizda o'zini qaysidir ma'noda haqqini ajratib olgan bo'ladi. Albatta yo'llar masalasida juda ko'p, bu boshqa yo'llarimizda ham bor. Yana muammoli vaziyatlardan biri sog'liqni saqlash sohasidagi o'sha muammolar viloyat kriminogin vaziyatiga sezilarli ta'sir qilayotgan holatlar bor. Bizning narkologiya xizmati Angren shahrida Toshkent viloyati filiali faoliyat ko'rsatadi. Filialda jami 155 ta shifo o'rni mavjud. Bugungi kunda viloyatda 4073 nafar shaxs, demak, alkogolizm, narkomaniya, toksikomaniya bo'yicha D hisobga olingan. So'nggi 3 yilda 22-24-yillarda filialda bor yo'g'i 7000 nafar bemor, demak, davolangan xolos. Demak, bu degani har bittasini bemorlar davolashning muddati kamida 6 oy belgilangan, nima talablar bo'yicha. Lekin hech qaysini 6 oy davolayotganimiz yo'q. Bu 6 oy davolanmaganligini o'zi mana shu kasal shaxslarni qayta jinoyat sodir etishiga sabab bo'lyapti. Bu bo'yicha ham takliflarni bildirdik. Albatta hech bo'lmaganda mintaqa kesimda Chirchiq shahrida, Chirchiq shahar, Bo'stonliq va Chirchiq Parkent va Qibray tumanlari bo'yicha, Angren shahri, Nurafshon, Yangiyo'l kabi takliflarni bildirdik. Buni Ichki ishlar boshqarmasi bilan birgalikda o'ylaymanki, hozir birinchi dastlabki qadamlar Nurafshonda o'sha narkologiya dispanserini qurish masalalari ko'tarilgan. Xuddi shunday ruhiy kasalliklar shifoxonalari bilan ishlashda ham o'ziga xos muammolarimiz bor. Bundan tashqari hushyorxonalar masalasi, albatta bilasizlarki, hushyorxonalar albatta doimiy kerak. Ichki ishlarga xabar qilinadi, masligi boshqa to'g'risida. Agar u mastni borib ichki ishlarga joylashtirib bo'lmaydi, bu qachonki huquqbuzarlik, jinoyat bo'ladi. Uydagi janjallarni oldini olish uchun uni borib hushyorxonaga saqlab qo'yishimiz kerak. Lekin hushyorxonalarda muammolarimiz bor. 22 tuman shahardan atigi 9 tasida 90 o'ringa mo'ljallangan, demak, hushyorxonalar mavjud. Qolgan 13 tasida mavjud emas. Ya'ni o'ylangki, bitta mast odamni keyingi tumangacha olib borib profilaktik inspektor topshirib kelishini o'zidagi muammolar bor. Albatta uni xarajatlari, o'zini vaqti, boshqa. Bu ham uni oladi, nima qiladi? Uni yana ko'chaga qo'yib yuboradi, yana uyga boradi. Shunaqa holatlar bo'ldiki, yana boshqa jinoyat, huquqbuzarlik holatlari sodir bo'lgan holatlarimiz ham bor. Ekologiya sohasidagi muammolar albatta Toshkent viloyatida albatta muammoli masalalardan biri. Hammani xabari bor, mana shu yil qish mavsumida uni muhofaza qiluvchi idoralar boshqalari hamma oyoqqa turib, o'sha Toshkent shahri atrofidagi issiqxonalar bilan kurash bo'ldi. Masalan, 1 oy, 2 oy davomida kecha-yu kunduz hamma shu ish bilan band bo'ldi. Endi bu bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlar bor. Albatta buni Surxondaryo viloyatiga ko'chirish, boshqa masalalardagi muammolar, tushunmovchiliklar bor. Albatta xalq vakillarini ham bu qarorlarning ijrosiga aholiga tushuntirishda albatta yordamlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari Burchmulla davlat o'rmon xo'jaligi bor. O'tgan yilda 12 ta o'rmon yong'inlari kuzatildi. 12 ta o'rmon yong'inlari. Albatta bu davlat o'rmon xo'jaligi davlatimizning katta boyligi. Biz bu bo'yicha tegishli takliflarimizni nimalarni berganmiz. Albatta o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi va boshqa tegishli idoralar bu bo'yicha ishlarni boshlagan, lekin albatta lozim darajada emas. Chunki xabarlaringiz bor, mana o'tgan yilda katta yong'inlardan o'sha Uchqahramon bozorida yong'in bo'ldi va boshqa joylarda juda ko'p takliflarni yozganmiz. Buni albatta tegishli idoralarga ham berdik. Bundan tashqari yashirin iqtisodiyot bo'yicha qisqagina to'xtalmoqchiman, chunki davlatimiz rahbari har bitta prokurorlarga juda qattiq topshiriq beryaptilarki, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha. Bizda hozir 42 ta, demak, savdo kompleksi va bozorlarimiz mavjud. O'sha bozorlardan 16 tasi o'sha dehqon bozorlari to'liq kameralashtirilib, o'sha QR-kodlar qo'yildi. Hozir endi savdo komplekslari va boshqa buyum bozorlarni raqamlashtirish ishlari ketyapti. Avtoturargohlar va jarima maydonchalarini hammasini raqamlashtirib bo'ldik.
Bundan tashqari hammaning xabari bor, Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligi ham rivojlangan, chorvachilik, cholachilik, baliqchilik yo'nalishida juda katta hosillarni ko'rsatmaslik holatlari ko'p. Biz buni viloyat hokimi bilan birgalikda o'rganishlarni olib borib, aksariyatini soliqlarni hisoblab, undirish choralari bo'yicha alohida shtablar qilib, undirish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Endi buni hammasi to'g'risi bugun sal boshqacharoq. Biz umuman qilgan ishlarimiz ko'p, lekin qilgan ishlarimiz emas. Mana shu kengashda bo'lgan axborotimizda ham bir foydali, samarali bo'lsin, kamchiliklarimiz haqida aytib o'taylik degan qarorga keldik. Shuning uchun o'ylaymanki, bizda takliflarimiz bor. Albatta Toshkent viloyatida xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha alohida yo vazirlar mahkamasi, yo davlat rahbari darajasida qaror qabul qildirishimiz kerak. Chunki juda katta muammolar bor. O'sha aytganimdek yo'llar, ekologiya, boshqa masalalarda bekorga men boshqa viloyatlardagi jinoyatchilik yoki soniga qaramasdan bizda ko'pligini, o'ziga xosligini aytmadim. Umuman shtatlar masalasida ham muammolarimiz bor. Masalan, Toshkent shahrida har bitta mahallada ikkitadan profilaktik inspektor bo'lsa, bizda bittadan, ayrimlarda ikkitadan bor. Ayniqsa o'xshash tomoni, masalan, bizda Zangiota, Qibray, Toshkent, jinoyatchilik ko'p, Angren, Olmaliq, Yangiyo'l tumani, Bo'stonliq tumanlari ham o'sha Toshkent shahridagi aksariyat tumanlardagi jinoyatchilik bilan barobar. Shuning uchun o'ylaymanki, yana bir taraf, nima uchun biz shtatlarga ham deganimiz, profilaktik inspektorlarimizning 70% yurist emas, 70%. Bu degani ularni o'rgatadigan, ularga nazorat qiladigan, ko'maklashib ishlaydigan prokuratura xodimlarini ham o'sha soha va ular bilan ishlaydigan xodimlarni ham sonini ko'paytirib, ular bilan birgalikda ishlab, o'sha qabul qilinayotgan qarorlarga yordam berishimiz kerak bo'ladi. Chunki mana biz birgalikda o'rganganimizda o'tgan yilda o'tgan yilga qabul qilingan qarorlarning ichida umuman jinoyat haqida 400 mingga yaqin xabar bo'lgan Toshkent viloyatida, 400 ming. Shundan 2,5 mingga ichki ishlar xodimlari tomonidan 2 mingdan oshiqrog'i noto'g'ri qaror qabul qilinib, jinoyat bo'lsa-da boshqa qaror qabul qilingan holatlar bor. Nima uchun? Buni aksariyati o'sha profilaktik inspektorlarini o'sha jinoyat, mana shu holat jinoyat bo'lishini bilmasligi holatlari bor. Albatta yashirin holatlari ham bor. Buning uchun tegishli xodimlarga javobgarlik choralari ko'rilgan. Sayro Mavlonova, men shu yana bir takror bo'lsa ham aytmoqchimanki, hamma sohalarda muammoli masalalar bo'yicha va ularning yechimlari bo'yicha, endi o'zimiz bilgan yechimlari bo'yicha takliflarimizni tayyorlaganmiz va bularni sizga taqdim qilsak va o'shani birgalikda o'sha qaror qabul qilinishida ham biz deputatlar bilan hamkorlikda birgalikda hammani takliflarini olib qarorlarga chiqib borsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Rahmat Azim Tagirberdievich. Menimcha juda ham chuqur, tahliliy, o'sha nafaqat birinchi chorakda, balki kelgusida ham qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni hammasini tahlil qilib berdingiz. Bu joylardagi kriminal vaziyatlarni yaxshilash yoki jinoyatlarni barvaqt aniqlash nafaqat huquq-tartibot idoralarining organlari, barchamiz jamiyatning vazifasi. Jumladan mana shu zalda o'tirgan deputatlarimizni ham har bittasi o'zini saylangan hududida alohida mana o'sha ijtimoiy profilaktika tizimi dedingiz, mana shu tizim orqali yettilikka yetkazilayotgan ma'lumotlarni albatta deputatlarimiz, nafaqat viloyat deputatlarimiz, balki joylardagi mana shu 600 ga yaqin deputatlarimiz barchasi mahallalarda yurib, mahalla yettiligi bilan bizani ish rejamiz bor. Har haftada bittadan mahallaga borish kerak, mahallada yettiliklar bilan uchrashish kerak, amalga oshirilayotgan ishlar va muammolarga deputatlar ham yordam berish kerak. Mana bugungi juda ham atrofli bergan ma'lumotingiz va o'sha ijtimoiy profilaktika tizimi orqali qilinadigan ishlar, demak 15 ming 50% aytdingiz, 15 mingtasi o'sha soxta ma'lumot kiritgan tumanlarimizni ham misol tariqasida aytib berdingiz. Demakki, har bitta deputatimiz o'zimiz saylangan mahallaga rejamiz bo'yicha mahallaga kirganda yettilik bilan qani o'sha profilaktika tizimi orqali nima tushdi, buni nimani oldini oldik degan masalalarga e'tibor qaratishimiz kerakligini hozir sizni axborotingizdan bildik. Va jasorat maktabi bo'yicha aytib o'tdingiz. Jasorat maktabiga men o'zim borganman, Azimataga berdik. Juda ham kerakli maktab. Yoshlar bilan bo'lgan suhbatda ham
ularning dunyoqarashi, ularning mana shu 10 kun, 1 oylik muddatda qanchalik o'zgarganini ham ko'rganmiz. Shunaqa tahliliy ma'lumot bormi? Mana jasorat maktabiga jalb qilingan yoshlarimizni keyinchalik jinoyat sodir etmaganligi yoki baribir ular tomonidan ham jinoyatlar sodir etilganmi? Shunaqa bir tahliliy ma'lumot bormi? Sayri ma'lumotlarni endi to'g'risi to'liq mas'ul biz mana shu jasorat maktabini bir etapini nazorat qilganimiz uchun shuni oxirigacha ko'raylik dedik. O'shanda ish o'rni so'radi, kimgadir o'sha sartaroshlik qilaman deganda sartaroshxonasini tashkil qilib berdik. O'ylaymiz-ku, ertaga jinoyat qilmaydi. Demak, sartaroshxona. Kimdir futbolga qiziqaman deb futbol akademiya bilan olib borib shartnoma qilib qo'ydik. Kimdir o'sha kredit olaman deganlarni bir 2-3 tasi kredit chiqardik. Yana biz eng xursand bo'lganimiz shunday bo'ldiki, o'sha boshiga borganimizda, birinchi kuni mavzu suhbat o'tkazganimda harbiy kiyimni kiyishga or qiladigan odamlar bor edi. Harbiyni kiymayman men deb o'shalar oxiriga borib yana davom ettirsak bo'ladimi degan sport musobaqa, boshqa musobaqalar o'tkazdik va bir og'iz she'r aytgan odamlarga ham sovg'a berdik. She'r. O'ylab ko'ring, o'shalar formani kiymayotgan odam forma kiyib bir og'iz she'r aytdi. Bu ham ozgina bo'lsa ham dunyoqarashda o'zgarish bo'ldi. Endi bitta muammo bor ekanki, shu dasturni o'zgartirishimiz kerak. Faqatgina yuborib olib o'sha pulini to'lab, yotoq pulini, ovqat pulini to'lab harbiylarga topshirib qo'ysak, bu xato bo'ladi. Albatta psixologlar borish kerak. Mana shoirlarimiz, o'sha yerda ham shoirlarimiz bordi. O'shalarni ongiga ta'sir qila oladigan odamlarni ko'proq olib borishimiz kerak va biz umuman hamma tizimda o'sha yoshlar bilan ishlash kerak bo'lgan tizimda o'zi ularni joyiga borib ham topib bo'lmaydi-da. O'sha yerda yotqizib olib, qamab qo'yib turib, ularni o'qitishimiz kerak ekan. Bir oy ham ancha muddatda. Bir oy katta muddat u. Hozir menimcha 1 oy emas, 10 kun, 15 kun menimcha, ko'p emas o'zlariniki. Lekin o'shani har bir tuman kesimida qilsak, o'sha tumanning rahbarlari shunga mas'ul bo'ladi. Biz o'shanda ko'rdikki, hamma 4-5 ta tumanlardan kelyapti, tuman rahbarlari hech kim shug'ullanmayapti bilan. Shuning uchun tumanni o'ziga qo'ysak, tuman ham o'zi qiziqadi, ham o'zi manfaatdor bo'ladi. Va o'shanga borib, kelib, o'zlari ham o'shalar bilan jasorat maktabida gaplashmasa, boshqa payt gaplasha olmaydilar. Endi bu jasorat maktabini har bir tumanda tashkil qilish bo'yicha bergan taklifingiz menimcha har bir tuman shahar hokimlari ham qo'llab-quvvatlaydi, viloyat hokimimiz ham qo'llab-quvvatlaydilar va o'sha mahalliy byudjetda erkin qoldig'idan ortilgan qismidan deputatlarimiz mana shunaqa xayrli ishga mablag' ajratishga qattiq tamarruzda bo'ladi va menda ham taklif bor. Mana deputatlarimiz orasida yirik tadbirkorlarimiz bor, ish o'rnini yaratayotgan tadbirkorlarimiz bor, ijodkorlarimiz bor. O'sha jasorat maktabiga borib ish o'rnini qidirayotgan, ishni qidirayotgan, nima bilan band bo'lmoqchi bo'lgan yoshlarimizni ham bemalol deputatlarimiz ham otaliqqa olib, ularga o'zlarini yordamini berish imkoniyatimiz ham bor. Juda ham yaxshi masalani ko'tardingiz. Mana deputatlarimiz buni qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat. Marhamat, savollar bormi Azamat Egamberdiyevichga? Marhamat. Assalomu alaykum. Akrom Aliyev, 9-Nurobod okrugida Azamat Egamberdiyevich, avvalambor rahmat. Juda ham tamomlaylik ma'lumot berdingiz. Juda yaxshi ishlar qilinganligini ko'rdik, lekin hali viloyatimizda jinoyatlarni oldini olish bo'yicha ancha ishlar borligini bilamiz. Biz mana joylarda deputatlar okrugida saylovchilar bilan uchrashganimizda juda ham ko'plab takliflar, savollar bo'lyapti. Aynan bir narsa, sizni axborot bilan shu narsani eshitdik. Viloyatimizda kiberjinoyatlar soni salkam 40% oshganligi, ya'ni 1200 dan 1700 ga qadar oshganligini ta'kidladingiz o'zingiz. Bundan kelib chiqqan holda umumiy jinoyatlar dinamikasi salbiy ta'sir qilayotgan, aholini turmush darajasiga, iqtisodiyotiga ta'sir qilayotgan bu jinoyatni oldini olish masalasida aynan prokuratura organlarida qanaqa ishlar amalga oshirilib, ya'ni bu masala bo'yicha axborot texnologik mutaxassislar bilan hamkorlikda qanaqa ishlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan va buni yangicha oldini olish bo'yicha yangicha usullar bormi prokuratura tizimida? Yana bitta masala, aynan prokuratura tizimida mana shu kiber xavfsizlikni oldini olish bo'yicha kadrlar yetarlimi o'zi? Shu masalalar bo'yicha axborot bersangiz, rahmat. Rahmat. Birinchi masala o'sha kiber jinoyat aytganidek butun dunyoda hozir o'sha jinoyatchilik oshayotgan. Biz ilgari 5 yil, 6 yil oldin tasavvur qila olmasdik. O'sha kiber jinoyat 50% tashkil qiladi desa ishonmasdik. To'g'risi endi ko'rdikki, haqiqatan ham 50% ga chiqdi.
jinoyatchilik juda tez rivojlanyapti, kiberjinoyat. Endi biz kadrlar yetarlimi desangiz, kadr yetarli emas. Agar yetarli bo'lganda 50% ga chiqmasdi. Yana bir tomoni faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda xuddi shunday tendensiya ketyaptiki, shuning uchun kadrlar mana shu yili xabarlaring bor. O'tgan yil sentyabrdan boshlab Nurafshonda o'sha yangi davlat xavfsizlik xizmati va o'sha axborot texnologiyalari o'sha vazirligi qoshida o'sha kiber xavfsizlik bilan bog'liq universitet ochildi va unga talabalar qabul qilindi. Biz yaqinda borib tanishdik. Haqiqatan o'sha sohadagi talabalar endi o'qitilib, tarbiyalanyapti. Kiber huquq degan alohida huquq sohasi bo'yicha ham fakultet bor ekan. Ya'ni bu degani huquq mana qonunchiligimizda ham albatta bularni belgilab borishimiz kerak. Shart, majburiyat larni qo'yib borishimiz kerak. Butun dunyoda endi albatta global masala, kadr masalasida muammo bor. Boya aytib o'tganimdek, Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasida 52 ta, adashmasam 51-52 ta shtat olindi. Ularning ichida endi yuristlar ham bor va aytishchilar ham bor. Ya'ni ular birgalikda ishlarni boshladi. Albatta o'zgarish bor. Masalan, o'tgan yili 5% ni fosh etgan bo'lsak, bu yil 10% ga chiqdi. Albatta o'zgarishlar bor, lekin yana buni bu shunaqa texnologiyaki katta o'zgarishlar qilish kerak. Juda katta o'zgarishlar, to'g'ri, juda katta takliflar bor. O'zgarishlar mana bu kriptovalyutani aylanishi bilan bog'liq muammolar bor. Qayerda ruxsatlar, o'shalarni cheklash bilan bog'liq masalalar bor va bu respublika darajasidagi masala. Albatta muhokamada buni iqtisodiyotga ta'siri degan masalalar ko'rilyapti. Albatta bu demoqchi bo'lganim harakatda albatta ishlanayotgan masala. Rahmat. Marhamat. 5-chi chirchiq okrugidagi judayam chuqur mulohaza bilan eshitdik. Birinchi savolim hozir tug'ilgan savol. Jasorat maktabiga necha yoshgacha bola olinadi? Bizga balki ish ham kerak emas. 10-15 yoshga elanmi yo voyaga yetib bo'lganda ham olinadi? Da, voyaga yetmagan ham yoshlar o'zi buni alohida qarorlari, nimalari yo'q. Buni protokollar bilan boshlangan, o'zi bir tashabbuslar bilan boshlangan masala. Endi buni jasorat, shunaqa narsa, jasorat maktabiga, ya'ni tarbiyasi og'irlarni yig'adi. Viloyatda har chorakda yig'iladi. Hokimiyat pul beradi. Harbiy qismga olib borib qo'yamiz 15 kun va 15 kun shularni harbiy nimalarni o'rgatamiz. Bo'ldi shu. Faqat yoshlar 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. 30 yoshgacha. Endi buni sessiya qarori bilan belgilash mumkin. Biz nimadan foydalanamizki, bizga bitta muammo borki, masalan, ichki ishlar huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda biz o'sha yoshni bilamiz. Uni tarbiyalashni eplay olganimiz yo'q. Baribir ham ko'chaga chiqib ketadi, baribir ham shu aytganidan qolmaydi. Agar shu qaror bo'lsa, biz o'shani tutib, o'sha joyga olib boramiz. Olib boramiz va faqat o'shani dasturni o'zgartirib, dasturni kuchliroq dastur qilib, faqat mutaxassislarni qo'yib 15 kun, 20 kun tarbiyalab olsak, baribir yoshida ham bir cheklov qo'yish kerak deb o'ylayman, mutaxassis sifatida ham. Chunki 30 yoshli qizlar bilan 10-15 yoshli yigitlarni qo'shish sal xavfliroq ham bo'ladi, boshqa tarafdan. Shuning uchun mana Bog'jon ham o'tiribdilar, juda katta salohiyatli kadrlari bor, psixologlar bor. Menimcha hammamiz podдержка qilib yordam beramiz. Ikkinchi savolim, boya o'zingiz ma'ruzangizda aytdingiz, 108 ta eng og'ir mahallalarga bu ham menimcha prezidentimiz tashabbuslari edi. Bir-bir birinchi rahbarlarni biriktiringlar. Samarasini ko'rmadik, 16% oshqotdi. Bu rahbarlarimiz prokuror nazoratidanmi? Bosh vaqtda o'sha yerda ish ketyapti. Bu yerda borib ishlar faqat xavfsiz hududda yaratish emas, balki yetkazilgan hamkorlikni kuchaytirish deb tushunaman. Shuni nazorati bormi? Kimlardir baribir agar prezident topshirig'ini mana bu qarorlarimizni bajarmagan bo'lsa, qanaqadir intizomiy javobgarlik ham bo'lishi kerak deb o'ylayman. albatta endi samarani belgilashda sal boshqacharoq yondashishimiz kerak. Samarasini beryapti. Chunki umumiy jinoyatchilik oshayotgani to'g'ri, yo'da kiber jinoyatchilik va aniqlanadigan jinoyatchilikka bo'linadi va oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar. Ya'ni mahallada shu ishni qilsa oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar bor. O'sha jinoyatlarimiz men hozir o'qidim, o'tgan yilga nisbatan 12% ga ham kamaydi. Albatta, bitta muammomiz bor, haqiqatan yana bir nima demoqchiman, albatta kimlar biriktirilgan o'zi? Biriktirilganlar tumanni
hokim, prokuror, ichki ishlar o'rinbosarlari biriktirilgan va viloyat hokimining o'rinbosarlari biriktirilgan mahallalar, 108 ta mahalla, Chirchiq shahri va Angren shahriga viloyat ichki ishlar boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari, Angren shahriga mening o'rinbosarim biriktirilgan. Jinoyatchilik ko'p bo'lganligi uchun. Biz kecha kelishib oldik, endi albatta buni ularda talab borki, namunaviy xavfsiz ko'cha, xavfsiz uylar tashkil qilish, damoxonlar o'rnatish degan kabi masalalar bor. Iqtisodiy masalalar, iqtisodiy masalalarga taqaladigan joylari bor. Kecha kelishib olganimizdek, hammasi zaявka beradigan bo'ldik, kimga qancha mablag' kerak, biz shuni tashkil qilish uchun. Albatta bizda tanqidga uchragan joylarimiz bor, ya'ni prezident qarorida namunaviy xavfsiz ko'cha tashkil etish talabi berilgan. O'sha tumanga, prokurorga o'sha mahalla biriktirilgan. Buning uchun qancha mablag' kerak? Ko'chada kirish-chiqish joylarini, ko'p qavatli uylardagi domofon, cherdak, boshqa joylarni hammasini boshqacha yo'nalishda qo'riqlash kerak bo'lgan masalalar bor, unda muammolari bor. Bu bo'yicha o'ylaymanki, albatta xalq vakillari hokimiyat bilan birgalikda ishlar mablag'larini olsak, ikkinchisi ana ijtimoiy profilaktikani o'qitish, o'rgatish va mahalla, ya'ni huquqbuzarlikni shaxs bilan ishlaydigan nima bu ijtimoiy profilaktika. Bular bilan ishlash masalasi albatta kecha yig'ilish shunday qildikki, viloyat hokimimiz aytdiki, hamma o'zini mahallasidan qatnashsin. Kecha 108 ta mahallaga borib, zoom qilib o'sha yoqdan gaplashdikki, bu borsin, gaplashsin, hech biz bir marta borganda ham muammolarni hal qilish uchun. Albatta harakat bo'lyapti. Biz mana may oyi, aprel oyini har oyda shunday kelishib oldik. Har oyda o'sha 108 tani hisobot berish tizimi, ular kim nimaga erishyapti, bizda barib ko'rinadi. Kimda ko'p jinoyatchilik bo'lsa, yana qizil toifaga tushsa, albatta uni javobgarlik masalasini hal qilib boramiz. Rahmat Azimat Egamberdik. Bormi savollar? Menimcha У меня вопрос по надзору за деятельностью МЧС. 19 февраля сотрудники МЧС города Анден проводили плановую проверку на производственном заводе ГУПа. Выявили какие-то нарушения, но при этом не составляя никакие акты, никакие предписания, опечатали предприятия, склады, остановили деятельность предприятия, аргументировали это тем, что там пожароопасное состояние. При этом через 5 дней после того, как это предприятие заплатило 10 миллионов за обучение, 40 миллионов подрядчикам за установку сигнализации, это пожароопасное состояние сразу исчезло и деятельность предприятия возобновилась. Я так считаю, что это было чрезмерное давление на бизнес со всеми вещами. Я обращался в руководство областного МЧС, мы поднимали этот вопрос на комиссии, но никаких разъяснений не получили. Я прошу прокуратуру дать правовую оценку деятельности вот этой всей ситуации. Но главное провести системный анализ, насколько вообще такие нарушения имеют место быть, насколько они системны, насколько вот в рамках правильных, абсолютно правильных действий по противопожарной безопасности, которые, безусловно, надо проводить, пожарную безопасность увеличивать, вот такие нарушения происходят. Вот этот анализ провести, насколько это всю систему происходит. Спасибо. Rahmat. Endi prokuratura idoralarida tadbirkorlar huquqlarini himoya qiladigan alohida bo'lim bor. Bizda 3 kishi ishlaydi. Albatta juda katta, asosan biz sanoat zonalari, boshqa sanoat zonalaridagi tadbirkorlarimiz bor. 73 ta sanoat zona bor. O'zbekistonda Toshkent viloyatida eng ko'p sanoat zonasi bor. Tadbirkorlik rivojlangan hududlardan biri, ayniqsa yirik korxonalar. Biz buni yozib olamiz. Nima uchun? MCS favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimi harbiy prokuraturani nazoratlaydi. Biz ularning hujjatlarini ko'rmaymiz. Bizda Chirchiq shahrida harbiy prokuratura bor. Bu bizga bo'ysunmaydi, respublikaga bo'ysunadi. Shuning uchun harbiy prokuraturaga yetkazamiz, harbiy prokuratura ko'rib va biz nazorat qilib beramiz. Lekin MCS faoliyatiga biz aralasha olmaymiz. Понятно, да? Да. Mikrofoningiz yoqmadi. Bizning guruhimiz bor. Sayyor esa sezma prokuratura deputatlar guruhi. Hali ham bor, lekin bir-birimizdan birlashishdan nariga o'tmay qoldik. Keyingi paytda bayramlarda, chunki boshqa maktablarni nazorat qilish bo'yicha hammamiz o'z xohishimiz bilan ishga kirishdik. Sizdan bir bo'lardi, mana bizning yordamimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha qaysi territoriyalar
davom ettirsa edi, hali ham o'sha Talg'at Mirzo bilan hamkorlikda qaysidir bir masalalarda albatta bu jamoatchilik nazorati bo'ladi. Yordam bersak, shuni jiddiy davom ettirsak shu. Biz endi tabriklamasdan Endi buni alohida deputatlar o'zlari gaplashib olsa yaxshi bo'lardi. Biz tomondan suskashlik bo'lmadi. Suskashlik bo'lmadi bizda. To'g'risi men har safar prokuratura yordam berdi-da, tuman prokuraturasi o'sha sizga murojaat qildim va siz anaqa qildingiz. Reaksiya qildik, lekin to'g'risi deputatlarimizdan ko'p takliflar, nimalar tushmagani uchun biz yana qayta so'rash to'g'risi nima bo'ldi? Bizda biz tayyormiz, bizga juda yaxshi bo'ladi. Toshkent viloyati juda katta bo'lgani uchun ham biz muammolarni hamma joyda bilavermaymiz. Hech bo'lmaganda deputatlarimiz muammolarni tashlasa, tashkilotlarni so'rash imkoniyatimiz bor, rechaklarimiz bor. So'raymiz, tumanlarimiz bilan birgalikda ishlaymiz. Rahmat. Asadbek Berdich bog'dorchilik, o'zimchilik shirkatlari bo'yicha aytib o'tdingiz, kadastr viloyat kadastriga kim qatnashyapti? Assalomu alaykum. Bu masala bo'yicha xabaringiz bor, qabullarda ham fuqarolar keladi shu masala bo'yicha. Lekin mana shu bushlar qaysidir vazirlikka, qaysidir tashkilotga, qaysidir boshqarmaga tegishli bo'lgan yerlar ajratilgan va u yerda o'sha dachalar deymiz, dala hovlilar qurilgan. Bu masalada endi qonunchilik bo'yicha mana deputatlarga 937-sonli qonun bo'yicha o'zboshimchalik bilan egallangan yerlarga, uylarga egalik huquqini berish, e'tirof etish vakolati berilgan, lekin mana shu bushlar hozirgi kungacha ochiq turibdi. Bu yerda yashayotgan nechinchidir bir-biridan o'tib, bir-biriga sotilib kelayotgan joylar. Buni endi hozir kadastr masalasi aytib o'tdingiz, endi buni qandaydir qonunga kiritish yoki bo'lmasam o'sha tegishli bo'lgan vazirlik, idoralar bilan, boshqarma tashkilotlar bilan ishlash tizimini ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu birinchi navbatda to'g'ri kadastr bilan, chunki sizlarda aniq gektari, aniq joyi, territoriyasi belgilangan, nechta dala hovli, kimlarga ajratilgan. Bu masala ham bu kunda nafaqat prokuratura xodimlarini, balki joylardagi mahalliy hokimliklarni, mahallalarni ham muammolari. Chunki xatlov jarayonida ham mana shu davlat hovlilarida yashab turgan fuqarolarimizni propiskasi boshqa hududda, yashash joyi boshqa hududda, jinoyat sodir etilishi, erta tug'ruqlar holati, o'sha xotin-qizlar bilan bog'liq bo'lgan muammolarni ko'pchiligi chiqayotganligini, buni ham bitta birlashsak, uni egalarini topsak, menimcha buni ham oldini olsa bo'ladi. Men bitta e'tibor qaratib qo'ysanglar degan taklif bor. Rahmat. Menimcha yetarli, bu masala yuqorida aytib o'tdim, doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Marhamat Akmal Akbarovich xulosanglar qisqa nota qilib. Toshkent viloyati prokurorining viloyatda kriminal vaziyatni yaxshilash, jinoyatni barvaqt oldini olish omillari bartaraf etish bo'yicha 2026-yil 1-chorakda amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi axborotni doimiy komissiyada ham ko'rib chiqildi. Biz bu masalalar bo'yicha o'zimizni takliflarimizni berganmiz. Agar ruxsat bersangiz, oxirida shu komissiya tomonidan tavsiya etilayotgan masalalarga to'xtalib o'tsam, kriminal vaziyatni fundament tahlil qilish va omillarni bartaraf etish bo'yicha manzilli ishlarni tizimli yanada kuchaytirish, har bir mahalla kesimida aniq indikatorlarni joriy etish zarur. Og'ir toifadagi mahallalarda rahbarlarning shaxsiy mas'uliyatini oshirish, ularning faoliyatini aniq natijalar asosida baholash tizimini yo'lga qo'yish, video kuzatuv va boshqa texnik vositalar samaradorligini oshirish, ularni yagona raqamli platformada identifikatsiya qilish, ijtimoiy profilaktika doirasida bandlik, ta'lim, sog'liqni saqlash, oilaviy masalalarni hal etish bo'yicha idoralararo hamkorlikni mustahkamlash. Shu bilan birgalikda uyushgan jinoyatchilikni, narkotrafik, kiber jinoyatlar va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash, ya'ni oldini olish, yangicha choralarni kuchaytirish, har bir mahalla kesimida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini oshirish, reyting asosida baholash va past ko'rsatkichli hududlar bo'yicha alohida chora-tadbirlar ishlab chiqish tavsiya etiladi. Prokuratura organi tomonidan kiritilayotgan taqdimnoma va axborotlarni ijrosini qat'iy nazorat olish hamda javobgarlikka choralarni kuchaytirish masalalari ko'zda tutish maqsadga muvofiq. Bundan kelib chiqqan holda biz bugungi viloyat prokurorini Azalon Deganbekovich axborotini naqllash tavsiya qilamiz. Rahmat. Endi mavzu qiziq bo'lganligi uchun qancha masala muhokama qilganimiz uchun reglamentdan chiqdik, lekin menimcha hammamiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumot bo'ldi. Rahmat Azalbek. Qaror loyihasi hammaga tarqatilgan, ovozga qo'ysam bo'ladi. Marhamat. Rozilar, qarshilar,
betaraflar yo'q. Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi qabul qilindi. Kun tartibidagi keyingi masala viloyatda 2026-yilning birinchi oragi davomida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarni oldini olish va ularning profilaktikasi bo'yicha amalga oshirilgan to'g'risida viloyat ichki ishlar bosh boshlig'ining hisobotini eshitishimiz kerak. Albatta bu hozir viloyat prokurorimiz bergan axborotning o'ziga davomi. Ushbu masala bo'yicha so'z viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Abduvosit Abdulxayich Abdurazoqovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli kengash raisi, hurmatli Toshkent viloyat kengash deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari. Endi avvalambor hurmatli viloyat prokurorimiz asosiy jinoyatchilikka qarshi kurashish, jinoyatlar profilaktikasi bo'yicha yo'nalishlarni hammasini bir ma'ruzalarda keltirib o'tdilar. Bundan bugungi kunda vujudga kelayotgan muammolar masalasini ham ko'plari muhokama qilindi. Ruxsat bersanglar shu reglamentdan chiqmagan holda shu qisqa asosiy yo'nalishlarimizni gapirib o'tsam, jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklarni oldini olish va ularning profilaktikasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida. Marhamat. Barchamizga ma'lum, joriy yilning 27-yanvar kuni va 23-aprel kunlari prezidentimiz raisligida Toshkent shahrida jamoat xavfsizligini ta'minlash va xavfsiz shahar muhitini yaratish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishlarda har bir rahbar xodimlar uchun jinoyatlarni jilovlash, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishda amalga oshirishimiz lozim bo'lgan vazifalarimiz aniq belgilab berildi. Ya'ni prezidentimiz tomonidan uyushgan jinoyatchilik, giyohvandlik, kiberjinoyatchilik va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tanqid ostiga olindi. Haqiqatda ham ushbu yo'nalishlar bugungi kunning eng dolzarb muammolari hisoblanadi. Hozirda viloyat ichki ishlar organlari tomonidan mazkur yo'nalishlarda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar belgilab olingan. Jinoyat hisobotlariga to'xtalib o'tsam, joriy yil 3 oy davomida viloyatda jami 3347 ta jinoyat qayd etildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 512 ga yoki 18% ga umumiy jinoyatchiligimiz oshgan. Asosiysi 1688 tasi yoki 50% axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan jinoyatlarni tashkil etadi. 942 tasi yoki 29% tashabbus bilan aniqlangan. 717 tasi yoki 21% bu oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil etadi. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlardan og'ir tan jarohati yetkazish 38%, o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish 24% ga, yengil tan jarohati yetkazish 15% ga, bosqinchilik 25% ga, talonchilik 12,5% ga, avtomobil olib qochish 22% ga, o'g'irlik 3% ga, firibgarlik 21% ga va yo'l transport hodisasi kamayishiga erishilgan. Joriy yil 3 oyda viloyatda sodir etilgan jinoyatlar har 100 ming aholiga 106 ta jinoyat to'g'ri kelgan bo'lsa, Ohangaron shahrida, Olmaliq shahrida, Zangiota tumanida salmog'i yuqoriligi qayd etilgan. Jami mahallalarning 77%da, ya'ni 685 tasida jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. O'z navbatida jinoyatlar qayd etilgan mahallalarning 31 tasida bu 3,5% bugungi kunda kriminalga vaziyat nisbatan murakkab hisoblanadi. Toshkent viloyatida jami 717 ta oldi olinishi mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir etilgan bo'lib, jinoyatlarning asosiy salmog'i yoki 45%ni o'g'irlik va firibgarlik jinoyatlari tashkil etgan. Kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha bugungi kunda umumiy jinoyatlarning hali aytib o'tganimdek 50%ni kiber jinoyatlar tashkil qilmoqda. Ma'lumot uchun ularning 98%, ya'ni 1670 ta jinoyatlar bu fuqarolarning bank plastik kartalaridagi pullarni qo'lga kiritish bilan bog'liq firibgarlik va o'g'irlik jinoyatlarini tashkil etadi. Kiber jinoyatlarga qarshi kurash sohasi bo'yicha mana hozir hurmatli prokurorimiz ham gapirib o'tdilar. Bizning Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasida alohida boshqarma, ya'ni 52 shtatdan iborat bo'lgan boshqarma tashkil etilgan. Ushbu boshqarma tashkil etilgandan so'ng bugungi kunda mana sodir etilayotgan kiber jinoyatlarning 15%ni fosh etishga bugungi kunda biz olib chiqdik. Bu ko'rsatkich o'tgan yili 6% tashkil qilgan. Kiber jinoyatlarga qarshi kurashda elektron to'lov tizimlari orqali firibgarlarga tegishli kartalarni muzlatish va pullarni saqlab qolishni ta'minlovchi kart blok, Tron, kiber shild tizimlari ishga tushirilishi natijasida fuqarolarimizning bank plastik kartalaridan 11 milliard so'mdan ortiq pul mablag'larini o'g'irlashning oldi olindi.
fuqarolarning murojaatlari ham 22% ga bugungi kunda kamayishga erishildi. Shuningdek, viloyat hokimimiz kiber gigiyena dasturi asosida viloyatdagi 139 ta korxona xodimlarining profilaktik tadbirlarga mas'ul sifatida qaror bilan biriktirib berdilar. Kiber jinoyatlarning oldini olish maqsadida tashkilot va muassasalarning 8292 tadan ziyod fuqarolarga ijtimoiy tarmoqlar orqali 98 mingdan ortiq aholiga onlayn targ'ibot ishlari amalga oshirilgan. Hozirda bu yo'nalishda chora-tadbirlarni kuchaytirish maqsadida yana 42 nafar shtat birligini ajratilib, hududiy bo'linmalarga tushirish ishlari tashkil qilingan. Ya'ni bizda xabaringlar bor, 4 ta mintaqaviy markazimiz bor. Hozirgi birinchi etapimizda mana o'zimiz viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasida 52 ta shtatdan iborat boshqarma tashkil etilgan bo'lsa, hozir o'sha hududiy 4 ta mintaqaviy markazlarimizda alohida bo'limlarni tashkil etish ishlari yakunlandi. Bundan keyin o'sha o'zimizning ichki ishlardan kelib chiqqan holda bularni o'sha shahar, tuman miqyosidagi ichki ishlar idoralariga tushirishni rejalashtirganmiz. Jinoyatlarni aniqlash yo'nalishi bo'yicha joriy yil 3 oyda xodimlarning tashabbusi bilan aniqlangan jinoyatlar 812 dan 942 ga, ya'ni 16% ga ko'p aniqlangan. 466 ta holatda giyohvandlik va psixotrop vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoyatlar fosh etilgan. Aholi, ayniqsa yoshlar orasida jami 180 kilogramm giyohvandlik vositasi, 10 milliard so'mga teng 56 ming dona kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop vositalarining tarqalishi oldi olingan. Shuningdek, 7 ta hujra, 9 ta internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali yot g'oyalarni tarqatish holatlariga barham berilgan. Noqonuniy saqlangan 28 dona o'qotar ov quroli, 34 dona pnevmatik qurol va jamoat joylari olib yurilgan, 135 dona sovuq qurol olib qo'yilgan. Shuningdek, viloyatda sodir etilgan jami jinoyatlarning 2518 tasi yoki 75% fosh etilgan. Tergov organlaridan yashiringan 230 nafar shaxslar ushlangan, 14 nafar bedarak yo'qolganlar topilgan. 42 nafar shaxslar tomonidan sodir etilgan 43 ta korrupsiya va iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar aniqlangan. Yo'l transport hodisalari yo'nalishida so'nggi yillarda yurtimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar va yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish, aholining roziligini qozonish eng asosiy vazifaga aylangan. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, joriy yil birinchi choragida viloyatda jami yo'l transport hodisalari 3% ga kamaygan bo'lsa-da, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 22 taga oshgan. Hozirda ushbu yo'nalishda yo'l transport hodisalarining oldini olishda 161 ta qizil toifadagi mahallalar belgilanib olinib, har biriga o'sha bizning mas'ul ofitser xodimlarimiz biriktirilgan va mas'ul etib tayinlangan. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, yana bir yo'nalishlarning asosiy yo'nalishlarimizdan bittasi bu kameralashtirish. Mendan oldin ham mana viloyat prokurorimiz bu masala bo'yicha gapirib o'tdilar. Qisqacha to'xtaladigan bo'lsam, bizda bugungi kunda Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasida yagona tezkor boshqaruv markazi tashkil etilgan, bu faoliyat yuritmoqda. Bugungi kunda o'sha markazimizga 11253 ta kameralar integratsiya qilingan. Ma'lumot uchun, bulardan mana 796 tasi bu PTZ kuzatuv kameralari, 1095 tasi bu davlat raqamini belgilash kameralari, 6514 tasi kuzatuv kameralari va 2848 tasi shaxsni yuzdan tanib olish oluvchi kameralarni tashkil etadi. Viloyat hokimimizning yordamlari bilan viloyat hududiga kirib chiquvchi asosiy ko'chalar, xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar, shahar tumanlaridagi markaziy va katta chorrahalarga 300 ga yaqin zamonaviy davlat raqamini belgilab qayd etuvchi kameralar o'rnatish orqali bugungi kunda bizda o'sha yagona tezkor boshqaruv markazimiz orqali ushbu asosiy voha bilan bog'liq yoki vodiy bilan bog'liq trassalarimizni bevosita o'sha markazdan kuzatish, nazorat qilish va o'sha tegishli yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilash imkoniyatimiz mavjud. Shuningdek, mana bugungi kunda korrupsion holatlarga chek qo'yish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash hamda jarimalar undiruvini ta'minlash maqsadida viloyat hududidagi 34 ta jarima maydonlarini to'liq raqamlashtirish va tezkor boshqaruv markaziga integratsiya qilish ishlarini ham o'sha mana yakunlab qoldik. Yoshlar yo'nalishi bo'yicha mana joriy yil 24-fevral kuni prezidentimiz tomonidan yoshlar bilan bo'lib o'tgan yig'ilishda ham qator masalalar muhokama qilindi. Viloyatdagi huquqbuzarlikka moyil bo'lgan hamda jinoyat sodir etgan 1907 nafar yoshlarning 434 nafari bugungi kunda viloyat ichki ishlar organlarining 97 nafar rahbar xodimlariga nomma-nom biriktirib berilgan. Yoshlar bilan 374 marotaba ochiq muloqot va uchrashuvlar o'tkazildi.
viloyatimizdagi har bir shahar tumanlarda o'tkazilgan rahbar va yoshlar uchrashuvlarida aniqlangan muammolar bo'yicha tegishli idoralar bilan hamkorlikda hal etilib kelinmoqda. Yoshlar jinoyatini barvaqt jilovlash, yoshlarni huquqbuzarlikka murosasiz tarbiyalash maqsadida 400 dan ortiq profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Natijada joriy yil 3 oyida yoshlar tomonidan jinoyat sodir etilishi 33% ga kamayishga erishildi. Aholining ijtimoiy maishiy muammolarini o'rganish va hal etish hamda fuqarolarga qulayliklar yaratish borasidagi tadbirlarga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsam, joriy yilning 3 oyi davomida viloyatning 883 ta mahallalarning barchasida kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash borasida kriminogen jihatdan og'ir 269 ta mahallalarda 359 ta jinoyatlarning kelib chiqish sabablari muhokama qilindi. Qizil toifaga kiritilgan 31 ta mahallalarga huquq-tartibot idoralarining rahbarlari biriktirildi va har bir mahalla uchun yo'l xaritalari ishlab chiqilib ijroga qaratildi. Nizoli oilalarda mavjud tazyiqqa uchragan 3807 nafar ayollarga himoya orderlari berildi. Farzandining tarbiyasiga e'tiborsiz bo'lgan 5895 nafar ota-ona ma'muriy javobgarlikka tortildi. 942 ta jinoyat holatlari aniqlanib, 609 ta jinoyat fosh etildi. 109 nafar qidiruvdagi shaxslar qo'lga olindi. Yirik ommaviy tadbirlarda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida viloyat hududida joriy yil 3 oy davomida jami 10214 ta tadbirlar o'tkazildi. Ushbu tadbirlarda jami 8.908.000 fuqarolar ishtirok etdi. Xususan, viloyat markazida va 22 ta shahar tumanlarida Navro'z bayrami tashkil etildi. Mazkur tadbirlarga 44.655 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari jalb etildi. Ramazon hayiti namoziga o'tgan yillardan kelib chiqqan holda 367.426 nafar fuqarolar ishtirok etdi. Jamoat tartibini saqlashga 2060 nafar xodim tomonidan jamoat tartibi fuqarolar xavfsizligi ta'minlangan. Yana bir bizning asosiy yo'nalishimiz bu Toshkent viloyati hududiga tashrif buyurayotgan xorijiy va o'zimizning turistlarning xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar hammalarning xabaringlar bor. Bundan kunga viloyatimizda turistlar soni o'sha oshib bormoqda. Mana bu raqamlarni solishtiradigan bo'lsa, 2024-yilda 600 ming nafar turist tashkil etgan bo'lsa, tashrif buyurgan viloyatimizga. Asosiy bu Bo'stonliq, hammaning xabari bor, Parkent tumanlari. O'tgan yilda 1,5 million nafardan bu oshgan ko'rsatishimiz. Bundan tashqari, mana davlat rahbarimizning 2025-yil 24-iyul kunidagi 228 va 229 sonli qabul qilingan qarorlar asoslarida qo'shimcha ravishda viloyatning Angren shahridagi Lashkarak va Yangiobod, Parkent tumanidagi Kumushkon mahallari turistik hududlarga aylantirilib, hozirda ushbu hududlarga qo'shimcha shtat va ushbu hududlarda xavfsiz turizm bo'linmasi va monitoring markazlari tashkil qilish choralari ko'rilmoqda. Shuningdek, Chorvoq turizm hududida suv politsiyasi tizimi tashkil etilib, faoliyati mana yo'lga qo'yildi. Endi asosiy bir yo'nalishlarimiz sarmavlani shundan iborat. Qolgan masalalarni hurmatli prokurorimiz ham gapirib o'tdilar. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, biz tayyormiz. Rahmat. Marhamat bor deputatlarimizning savollari shu masala bo'yicha. Marhamat. Sizga shunaqa savolim bor. Aynan Ohangaron va Olmaliq shaharlarida jinoyatchilik darajasi boshqa hududlarga nisbatan keskin oshgan. Bu hududlar bo'yicha maxsus strategiyangiz bormi? Rahmat. Mana hozir mavzumda aytib o'tganimdek, Olmaliq shahar va Ohangaron tuman Ohangaron shahar hamda Zangirda tumanlarida ham qo'shimcha bugungi kunda jinoyatlarimiz salmoq oshgan. Endi bu hududlardan tashqari olib qaraydigan bo'lsak, mana Toshkent shahriga yaqin bo'lgan Toshkent tumanida ham bugungi kunda haqiqatan ichki migratsiya yoki tashqi migratsiyani ichki migratsiyamizni olib qaraydigan bo'lsak, bu asosiy omillar shundan iborat bo'libdi. Endi hammalarning xabaringlar bor. Olmaliq shahri bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tiladigan bo'lsam, bu jinoyatlarning asosiy salmog'ini oshishi bu yerda bu sanoat zonasi shahar infratuzilmasidan kelib chiqqan holda bu yerda mana Olmaliq tog' metallurgiya kombinati joylashgan. Bu yerda mana asosiy aholi ham shu yerda faoliyat yuritadi. Endi buni biz jinoyatchilikning hammasini tahlil qildik. Demak, bu yerda Olmaliq shahrida jinoyatchilikning asosiy salmog'i bu o'sha kiber jinoyatlarni bugungi kunda tashkil etmoqda. To'g'ri, an'anaviy jinoyatlar ham bor, lekin ularning salmog'i nisbatan oldingi yilga nisbatan kamroq. Asosiy masala o'sha
oylik maoshlarini bank plastik kartalar orqali tushishi oqibatida o'sha ishchilar tomonidan yoki o'sha fuqarolar tomonidan o'sha kiber moshenniklar deymiz, kiber firibgarlarga tushib, o'sha o'g'irlik yoki firibgarlik jinoyatlariga qurboni bo'lish natijasida mazkur turdagi jinoyatlarimiz bugungi kunda ko'payib ketgan. Bu yo'nalish bo'yicha albatta men hozir gapirib o'tdim. Asosiy bugungi kunda jinoyatchiligimizning 50% bu kiber jinoyatlarni tashkil qilyapti. Bu masala bo'yicha o'sha hududlarda ham shu bo'linmalarni tez kunlarda mana faoliyatini yuritib, kelgusida o'sha har bitta tahlil asosida hamda an'anaviy jinoyatlarni oldini olish bo'yicha har bitta o'sha yerdagi kriminalgen vaziyati og'ir bo'lgan yoki bugungi kunda bizada kriminalgen vaziyati murakkab bo'lgan mahallalarga o'sha mas'ullarni biriktirgan holda har bittasi bo'yicha alohida yo'l xaritalarini tuzib, buni har haftaligi muhokamasini biz yo'lga qo'yganmiz. Rahmat. Ma'ruzangizda siz ham vazirlikka berdiyicha shu yo'l transport hodisalarini ko'pligi 23% jinoyatlarni tashkil qilishini aytib o'tdinglar. Biz bundan oldingi sessiyamizda Bektemir Chorvoq yo'nalishi bo'yicha tezlik pasaytirish bo'yicha kengashlarga vakolat berilgan, qaror qabul qilish bo'yicha belgilab bergandik. Mana hozir Toshkent va o'sha Angrengacha bo'lgan yo'l bo'yicha ham takliflar tushdi Ichki ishlar boshqarmasidan. Biz buni deputatlarni doimiy komissiyada ko'rib, hozir o'rganish jarayoni ketyapti. Haqiqatan agar mana shu tezlik masalasi yo'l transport hodisalari jinoyatlarini kelib chiqishiga va uni ko'payishiga olib kelayotgan bo'lsa, albatta biz keyingi sessiyamizda bu masalani ham ko'rib chiqamiz. Bormi yana masalalar? Marhamat. Assalomu alaykum. Toshkent saylovidan mana hozir hisobotda aytib o'tdik. 3 oy ichida qariyb salkam 10 mingta ayolga himoya orqali berildi deb aytdingiz. Bu degani 3 oy ichida mana Toshkent viloyatida mana shu vazirlarning nechtasi natija berdi? Birinchi savolim va ikkinchi savolim, yangi order berilgandan keyin mana shu zo'ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo muqarrarligi qanday ta'minlanadi? Rahmat. Savolingiz uchun albatta bu yerda haqiqatdan ham har bitta tumanni biz muhokama qilganmiz. Bugungi kunda bilasiz, qonunlarimizda ham o'sha og'irlashtiruvchi holatlar bo'yicha normalar qabul qilingan. Bu oilaviy zo'ravonlik, ayollarga bo'lgan nisbatan bo'lgan zo'ravonlik masalalari bo'yicha bizda respublika bo'yicha olib qaraydigan bo'lsa, haqiqatdan ham himoya orderlarini berish bu eng yuqori ko'rsatkichlardan bittasi Toshkent viloyatida. Bu himoya orderlarini berishidan tashqari bizda yana tizimda o'sha telefoniga so'z knopka deymiz, so'z knopkani o'rnatish tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Bu yerda bir oldingi ham mana Chirchiq tajribasi asosida viloyat prokurorining o'rinbosarlariga biriktirilganida Chirchiq shahrida shunaqa bir imkoniyat yo'q. Endi u ham pulli-da uni masalasi ham. Uni ham masalasini o'sha byudjetdan gaplashgan holda, o'sha mahalliy hokimiyat bilan gaplashgan holda qoplab berish anaqasini qilib, o'sha so'z knopkalari qo'yilgan. Endi bu o'zini juda ham katta haqiqatan ta'sirini bergan. O'tgan yilga nisbatan qaraydigan bo'lsak, oilaviy zo'ravonlik bilan murojaat ham, jinoyat ham kamaygan bizda bugungi kunda. Takroran sodir etilish holatlari bor bu masalalar bo'yicha. Albatta endi buni kodifikatsiyasi bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, bu holatlarda nisbatan o'sha ma'muriy yoki og'irroq holatlar bo'ladigan bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortish bo'lgan choralari har bittasiga ko'rilyapti bugungi kunda. Biz bugungi kunda shu masalani to'xtatmayapmiz. Albatta endi bizda bu yo'nalishda ham muammolar bor. Bu shaxs tarkibdan kelib chiqqan holda gapiradigan bo'lsam, har bitta tumanimizda bizda bitta ayollar bo'yicha inspektorimiz mavjud. Bu bitta ayollarni hisoblaydigan bo'lsa, inspektorimizni buni o'sha nima deymiz, nazoratida o'sha tumanda mana shunaqa oilalardan bir kamida 700-800 ta mavjud. Chunki u masalani men ko'targanmiz, u masalalarni biz boshqa yo'nalishlarimiz bo'yicha ham bo'lib berganmiz xodimlarimizga. Albatta joylarda ham o'sha mana hokimiyat vakillari, hokimimizni har bitta tumanda xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosarlari yoki mana viloyatda Nilufar Anvarjonova bilan biz birgalikda shu tegishli choralarni belgilab, avvalambor o'sha targ'ibot masalalari, profilaktik tadbirlari masalalari bo'yicha yoki o'sha ijtimoiy masalalar yo'nalishida ham
hamma ishlarini tashkil qilamiz. Rahmat. Rahmat. Hurmatli deputatlar, mana hozir har bitta yo'nalish bo'yicha hozir yetilgan o'sha himoya o'rnida bo'ladimi, boshqa jinoyat turlari bo'ladimi? Yana qaytarish bo'lsa ham aytaman, o'zimizni vazifamizdan, o'zimizni vakolatimizdan kelib chiqib mahallalarga borganda bugungi mana shu ikkita ham viloyat prokurorimizni, ham viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ini bergan axboroti va hisobotidan kelib chiqib biz ma'lumotlarni hammasini deputatlarga tashlab beramiz, gruppaga ham tashlaganmiz berilgan ma'lumotlarni. Shu bo'yicha hamma o'zini hududiga chiqqan jarayonda mana shu narsalarga e'tibor qaratsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi va keyingi noxush holatlarni ham birgalikda oldini olgan bo'lardik. Abduvasi Abduhayevich 269 ta kriminalgen og'ir mahalla bor dedingiz, 283 tadan. Agar ro'yxatlar berilsa, shu qizil toifadagi mahallalarni va kriminalgen og'ir mahallalar ro'yxatlari berilsa, deputatlarimiz birinchi navbatda hududlarga chiqqanda mana shu og'ir mahallalarga e'tiborini qaratgan bo'lardi. Bu ham hamkorlikda ishimizni amalga oshirishimizga va turli xil jinoyatlarni, muzarli holatlarni oldini olishga deputatlar ham o'zini hissasini qo'shgan bo'lardi. Agar shuni imkoniyati bo'lsa, Yo'q, buni hammasi bor, ma'lumotlari albatta shu birinchi sonli qarorda ham belgilangan. Shu joylarga chiqqanda birgalikda ishlaymiz. Menimcha hisobot yetarli bo'ldi. Marhamat, doimiy komissiya raisi o'rinbosari Manakbar Aliyevich. Xalq deputatlar Toshkent viloyat kengashi korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining xulosasi. Demak, viloyatda 2026 yil 1-oy davomida jinoyatchilikka qarshi kurash va ularning oldini olish, ularning profilaktikasi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining hisoboti komissiyada ko'z chiqildi. Muhokama jarayonida ichki ishlar organlari tomonidan jinoyatchilikning barvaqt oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash, mahallaviy profilaktika tizimini joriy etish borasidagi tizimli ishlar amalga oshirilganligini ko'rdik. Ayniqsa, shu qizil toifaga tushgan mahallalarda jinoyatchilikni kamaytirish, shuningdek kiberjinoyatchilik va axborot texnologiyalari sohasidagi tezlikka qarshi kurash kuchaytirish zarurligini qayd etdik komissiyamizda. Bu masala bo'yicha bizning bir nechta takliflarimiz bor. Men asosiy 2-3 ta narsasiga to'xtalib o'taman. Birinchidan, profilaktik inspektorlar faoliyatining samaradorligini doimiy tahlil qilish va kuchaytirish ishlarini, yo'l harakati xavfsizligi va jamoat tartibini ta'minlash choralarini yanada takomillashtirish bo'yicha takliflarni inobatga olib, viloyat ichki ishlar boshlig'i Abdurazzoqovni bergan hisobotini ma'qullash taklif qilaman. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Olovga qo'ysam bo'ladi qaror loyihasini. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Hozir berilgan takliflar bilan qaror loyihasi qabul qilindi. Kun tartibida keyingi masala biz ichki ishlarga, prokuraturlarga ruxsat beramiz. Rahmat sizga. Keyingi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17-yanvardagi aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 56 sonli farmonning ijrosi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent viloyat xalq qabulxonasining 2026 yilning 3 oy davomida murojaatlar bilan ishlash holati to'g'risidagi axborotni eshitishimiz kerak. Ushbu axborot ham doimiy komissiya, tegishli doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan va bu masala yuzasidan so'z Toshkent viloyat xalq qabulxonasi bosh mutaxassisi Bekzod Adilbayevich Po'latovga beriladi. Marhamat. Reglamentga rioya qilib. Assalomu alaykum. Sayyor ma'murlar, hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Biz kengashga axborotda sifralarni keltirganmiz. Bunga to'xtalib o'tirganman, ruxsat bersangiz. Tahlillarga asosan 2026 yil 3 oy yakuniga ko'ra viloyat fuqarolaridan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual va xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlar soni 2025 yilga nisbatan 17.837 ga dan 20.333 taga 2.496 taga 14% ko'paygan. Murojaatlarning 17.363 tasi yoki 91% qanoatlantirilgan. Shundan 9.139 tasi yoki 48.2% ijobiy hal etilgan. 8.093 tasiga huquqiy tushuntirish berilgan.
uzoq muddatga olinganlar 131 ta, tushuntirish berilganlar 1009 ta, 276 tasiga rad etilgan, 123 tasi ko'rmasdan qoldirilgan, 173 tasi tugatilgan. Ma'lumot uchun 35 ta murojaat qabul qilingan, 1354 murojaatlar esa jarayonda. Bundan tashqari tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2026-yil 3 oy yakuniga ko'ra respublika aholisidan prezident virtual qabul hamda xalqaro kelib tushgan murojaatlarni respublika aholisining har 10 ming kishisiga 62 ta murojaat to'g'ri kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Toshkent viloyatida bu ko'rsatkich 65 ta, ya'ni 100% ga ko'paygan. Bularga Nurafshon shahrida har 10 ming kishiga 89 ta, 142% ga oshgan. Ohangaron shahrida 114 ta, 182% ga oshgan. Yangiyo'l shahrida 109 ta, 175% ga oshgan. Chirchiq shahrida 97 ta, 156% ga. Olmaliqda 90 ta, 144% ga oshgan. Murojaatlarni tahlil qilinganda ko'paygan hududlarimiz bu asosan Toshkent tumani 3 oy davomida o'tgan yili 859 ta bo'lgan bo'lsa, bu yil 1253 ta, bu 394 taga ko'p. Chirchiq shahrida 355 taga, Zangiotada 341 taga, Olmaliqda 328 taga, Qibrayda 277 taga, Yangiyo'l shahrida 220 taga. Tashkilotlar kesimida murojaatlar soni oshgan tashkilotlar viloyat majburiy ijro boshqarmasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, sog'liqni saqlash, kambag'allik qisqartirish, viloyat prokuraturasi hamda xotin-qizlar va kadastr palatasi. Sohalar kesimida aliment qarz undirish va ijro ishi yuritish masalalari, nafaqa tayinlash, moddiy yordam ajratish, pensiyaga oid masalalar, sodir etilgan huquqbuzarliklar va firibgarliklar hamda surishtiruv tergov harakatlariga oid masalalar, kreditlar, bank kartalari, bankomatlar va to'lovlar faoliyati bilan bog'liq masalalar, elektr tarmoqlari holat uzilishlar, hisoblagichlar va hisob-kitoblar bilan bog'liq masalalar. Jamoaviy murojaatlar o'tgan yili 166 bo'lgan bo'lsa, bu yil 261 taga 15% ga oshgan. Jamoaviy murojaatlarni sohaviy kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, eng ko'pi mehnatga haq to'lash, bu Parkentda, Yuqori Chirchiqda, O'rta Chirchiqda, Bo'kada, Ohangaron shahrida oshgan. Ichki yo'llar, avtomobil yo'llar holatiga oid masalalar, bu Zangiota, Parkent, Nurafshonda, Yangiyo'l tumanida 3 tadan, elektr tarmoq holatlari uzilishlari va hisob-kitob bilan bog'liq masalalar Qibrayda 3 taga, Yangiyo'lda 3 taga, Olmaliqda 3 taga, Qo'ychirchiqda 2 taga. Boshqaruv servis kompaniyalari faoliyati masalasida Chirchiqda 6 taga, Olmaliqda 3 taga, Angrenda 3 taga oshgan. Takroriy murojaatlar. Takroriy murojaatlarimiz 2025-yil 3 oy davomida 135 ta bo'lgan bo'lsa, joriy yilning birinchi choragiga 3 oyda 490 ta, ya'ni 36% ga oshgan. Takroriy murojaatlarni eng ko'p tushgan sohalar: aliment qarz undirish ijro ishlari bo'yicha 192 ta, elektr tarmoqlari holatlari uzilishlari hisob-kitoblari bo'yicha 133 ta, sodir etilgan huquqbuzarliklar, firibgarliklar surishtiruv harakatlari oid masalalar 20 ta, rahbar qabulini tashkil etish so'rovlari 17 ta, mehnatga haq to'lash va hisoblash masalalari 16 ta, kredit, bank, plastik kartalar, bankomatlar va to'lov tizimlari faoliyati bilan bog'liq 16 ta. Hammaning xabari bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida joriy yilning 13-mart kuni aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini takomillashtirish, xalq qabulxonalari faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish, jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish masalasi yuzasidan o'tkazilgan video selektorda asosan Ichki ishlar, Majburiy ijro byurosi, Bandlik va Sog'liqni saqlash vazirligi murojaatlari ko'payganligi tanqid qilinib, bundan buyon har bir odam va xonadon muammosi aniqlanib, ularni uzil-kesil hal qilish orqali aholi roziligini ta'minlashni shart va zarur deb ta'kidlab o'tdilar. Xalq qabulxonalari faqatgina ariza qabul qiluvchi emas, balki hududda muammolarni diagnostika qiladigan markaz bo'lish kerakligini aytib o'tdilar. Shundan so'ng Qarshi namunasida yangi tizim asosida murojaatlar bilan ishlashni tushuntirib berdilar. Topshiriqqa asosan viloyat hokimi Zoir To'rish tomonidan 10-aprel kuni F26 sonli farmoyish imzolandi. Ushbu farmoyishda muntazam ravishda aholi muammolari bilan ishlash tizimi yuzasidan Toshkent viloyat tajribasini yaratish va barqarorligini ta'minlash bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar amalga oshirish ta'minlash maqsadida
viloyatda 22 tuman shaharida 25-yil 12 oy davomida hamda 26-yil 1-chorakda kelib tushgan jami 76.286 ta sayyor ma'lumotlarni bu anaqaga axborot kiritganmiz, 40 mingta yozganmiz, yana qo'shildi bunga. Qo'shib berishdi 76 ming. 53 ming, o'shani 40 mingni o'rgandik bu yerda, hozir 76 ming bo'ldi. Shuni 20 mingta o'rgandik, 20 mingtasini qaytardi. Asosida yetarli emas. 20 mingta o'rgandi, lekin ijobiylik toifasiga 3282 ta 3286 tasi o'tkazildi. Huquqiy ma'lumot berish orqali 16915 ta, tugatilgan 105 ta, ko'rmasdan qoldirilgan 30 ta, rad etilgani 107 ta. 57400 ta qolgan murojaatlar hozirda qayta o'rganish ishlari davom etmoqda. Qancha? 57400 ta asos tizimda turibdi. Nima? Hammasi tizimligi. Ahmad aka. Marhamat, davom ettiring. Qanaqa qo'shiladi? Qo'shilmaydi-ku. Marhamat, davom ettiring. Prezident qabulini so'ragan 2025-yil 52 ta, bu yil 44 ta, shundan 11 tasi ijobiy, 7 tasi tugatilgan, tushuntirish berilgan, bitta huquqiy 23 ta. 1-aprel 2026-yilda prezidentda 51 sonli farmon imzolandi. O'sha farmonga asosan aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida maqsadlari qisqacha qilib o'qib keyin sizga beraman. Xalq qabulxonalarining mahalliy yetkaziligi va davlat organlari va tashkilotlari, jamoatchilik va aloqalar bo'limlari axborot xizmatlari bilan yaqin hamkorlikni ta'minlash orqali murojaatlarni bevosita hududlarda qabul qilish va ko'rib chiqishga erishish topshirig'i berilgan. 1-maydan boshlab O'zbekiston Respublikasi Prezidenti virtual qabulxonasi hamda axborot tizimiga kelib tushgan murojaatlar bo'yicha nazorat vaqti rejimi o'rnatiladi. Bunda ko'rib chiqish belgilangan muddat o'tgan murojaatlar ijroga avtomatik tarzda yuqori turuvchi davlat organiga o'tadi. Misol uchun muddat buziladigan bo'lsa, avtomatik tarzda respublikaga qaytib ketadi murojaat tizimda. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi axborot tizimiga murojaatlarni qabul qilish, ular shoshilinch, odatiy maslahat talab etuvchi toifalarga ajratish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Nazoratga qaytarilgan murojaatlar 3 ish kunida yuqori turuvchi organlar tomonidan qayta o'rganib chiqiladi. Ya'ni shoshilinch murojaatlar bor, ko'rib chiqilishi, misol uchun 5 kun, 7 kun, 10 kun shunga shoshilinch qo'yiladi. Odatiy murojaatlar maslahat talab beruvchi bo'lsa, tushuntirish hamda huquqiy tushuntirish berishga talab etiladigan murojaatlar bo'lsa, sirasi huquqiy tushuntirish berib, javob berib olinadi. Bundan tashqari, aholi murojaatlari bilan ishlash bo'yicha davlat organlari va tashkilot rahbarlarining hisobotlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senatda, hokimlar hamda hududiy davlat organlari va tashkilotlar rahbarlari hisobotlari esa tegishlicha Senatda va mahalliy kengashlarda har chorakda kamida bir marta eshitib borish tartibi joriy qilingan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar, tuman shahar hokimlari tegishli xalq qabulxonalariga jamoatchilik asosida rahbarlik qiladi hamda muntazam ravishda xalq qabulxonasi fuqarolarni shaxsan qabul qiladi va muammolarni joyida hal qilish choralarini ko'rishi, murojaatlarni tahlil qilishi ko'rsatib o'tilgan. Jamoaviy tusdagi murojaatlar aholi vakillari va mahalliy yetkazilgan ishtirokida o'rganib, ular roziligi asosida nazoratga olinadi. Ularni ko'ngilga o'xshab shu dalolatnomasiz bo'lmasa, nazoratdan olinmaydi. Buni doimiy komissiyada ko'rganmisizlar? Ko'rilgan doimiy komissiyada? Ko'rilganmi? Ko'rilgan. Reglament bo'yicha shuncha doimiy komissiyada ko'rilgan bo'lsa, unda doimiy komissiyada ko'rildi, doimiy komissiya xulosa qildi. Bu bo'yicha menimcha shu zalda o'tirgan deputatlarimiz hammasi qaysidir tashkilot rahbari, bu murojaatlar o'sha tashkilot rahbari sifatida ham sizga kelib tushadi. Demak, mana shu davlatimiz rahbarining 51-sonli farmonda belgilangan tartib-qoidalarni biz ham yaxshi bilishimiz kerak. Chunki qabul qilinayotgan o'sha tushayotgan fuqaro murojaatlarini o'rganish muddatlari, ularga javob berish, o'sha tizimga kiritish masalalarini biz har bittamiz mana shu farmon bo'yicha tanishib chiqsak, ertaga o'zimizning faoliyatimizda ham
foydadan xoli emas, bu kerak bo'lgan, bilishimiz kerak bo'lgan holatlar. Takroriy o'rganishlar, hozir mana shu murojaatlarni takroriy o'rganish yoki bo'lmasam 76 mingta dedik. Demak, bu o'rganish, bu murojaatlar to'liq o'rganilmaganmi yoki bo'lmasam tizimga kiritilgan-ku, fuqarolar qayta yana murojaat qilyaptimi? Yo'q. Misal noaniqroq bo'ldi, menimcha doimiy komissiyada buni muhokama qildinglarmi? Muhokama qilindi doimiy komissiyada. Tanqidiy hammasini ko'rib chiqdinglar. Marhamat, ko'rib chiqqan bo'lsangiz, akmalak baralik so'zsizga xulosa berish bo'yicha. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17-yanvardagi aholi muammolarini ishlash tizimiga takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 56 hudud sonli farmon ijrosi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent viloyati xalq qabulxonasining 2026 oylik davomidagi murojaatlarni ishlash yo'lidagi holati to'liq komissiyada o'rganildi. Takliflarimizni komissiya a'zolari berishdi va bu masala bo'yicha uchta takliflarimiz bor. Demakki, muhokamalar davomida doimiy komissiya a'zolari tomonidan quyidagi takliflar bildirildi. Birinchidan, murojaatlar bilan ishlash tizimida raqamli nazorat va tahlil tizimlarini kuchaytirish zarur. Asosiy joylarini bering. Takroriy murojaatlarni kelib chiqish sabablarini chuqur o'rganish va bartaraf etish zarur. Joylardagi manzilli ishlash, ayniqsa mahallaviy tizimni samarali tashkil etish. Mas'ul rahbarlarning shaxsiy javobgarligini oshirish. Aholi bilan ochiq muloqotlarni mexanizmlarini kengaytirish va doimiy axborot berish masalalari bo'yicha xulosalarni taklif qilyapmiz. Agar ma'qul desalaring, ovozga qo'yib turib O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Toshkent viloyati xalq qabulxonasining hisobotini, axborotini ma'qullashni taklif qilamiz. Rahmat. Endi yana qaytarish bo'lsa, aytaman, qaror loyihasi hammalarga tarqatilgan, lekin aholi muammolarini o'rganish, fuqarolar murojaatiga befarq bo'lmaslikni davlatimiz rahbari selektor yig'ilishida ham har bittamiz eshitdik va rahbar sifatida ham deputat sifatida bu masalaga juda e'tibor qaratish kerakligi hammamizni vazifamiz. Qaror loyihasini ovozga qo'ysam bo'ladimi? Marhamat. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror loyihasi hozirgi takliflar bilan qabul qilindi. Rahmat. Rahmat. Salom. Rahmat. Kun tartibiga keyingi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-oktyabrdagi 298-sonli qaroriga asosan Xalqaro moliya institutlari ishtirokida qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihasining ikkinchi bosqichini amalga oshirish maqsadida kamida 300 million AQSh dollari miqdorida mablag'larni jalb qilish topshirig'i berilgan. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadi Toshkent viloyatida 5 ta tuman, ya'ni Oqqo'rg'on, Chinoz, Piskent, Bo'ka, Quychirchiq tumanlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 1-avgustdagi 489-qaroriga asosan esa Bekobod tumani Jahon banki mablag'lari hisobidan qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihasi doirasida ijtimoiy soha va infratuzilma obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash uchun 58,6 million AQSh dollari ajratilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun Toshkent viloyatida qishloq joylarini kompleks rivojlantirish loyihasi doirasida 6 ta, ya'ni Oqqo'rg'on, Chinoz, Piskent, Bo'ka, Quychirchiq va Bekobod tumanlarining ijtimoiy soha va infratuzilma obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash bo'yicha manzilli ro'yxat ishlab chiqilgan va ushbu manzilli ro'yxatni tasdiqlash bo'yicha kengashga taklif kiritilgan. Ushbu masala bo'yicha so'z viloyat hokimligi qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kazamlashtirish masalalari bo'yicha kotibiyat mudiri Eldor Habibullayevich Muxolitovga beriladi. Ushbu masala tegishli doimiy komissiyada ham ko'rib chiqilgan. Assalomu alaykum. Saylovlarning hurmatli deputatlar. Qisqa qilib asosiy parametrlarga to'xtang. Qisqa qilib aytib o'taman. Assalomu alaykum yana bir bor. Saylovlarning hurmatli deputatlar. Hozir o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-oktyabrdagi 298-qaroriga asosan xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan 58,6 million dollar ajratilgan, 715 milliard. Hozir o'zingiz aytib o'tganingizdek 6 ta tumanlarda, og'ir tumanlarda amalga oshirish belgilangan. Qarorni 16-yil avvalida 1-iyulgacha hududlar, viloyatlar manzilli dasturda kelishib taqdim etishimiz kerak Vazirlar Mahkamasiga. Qarorning 2-bandiga asosan mazkur manzilli dasturlar
xalq deputatlari hududiy kengashlar tomonidan tasdiqlanishi belgilangan. Bugungi kunda 183 ta loyiha bo'yicha yo'nalishlar kesimida umumta'lim maktablarida 226 milliard 39 ta loyiha, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 102 milliard 21 ta loyiha, tibbiyot muassasalari bo'yicha 10 milliardga 4 ta loyiha, ichki avtomobil yo'llarini ta'mirlash bo'yicha 36 ta loyiha 165 milliard, ichimlik suv ta'minoti bo'yicha 21 ta loyihaga 65 milliard va elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha 32 ta loyihaga 116 milliard mablag' ajratilishi belgilangan. Bu 9 ta ilova mutaxassislar tomonidan o'rganib chiqilib, hududlar kesimida shakllantirilgan bu manzilli dasturni biz doimiy komissiyaga taqdim qilib, unda himoya qildik. Ruxsat bersangiz, mana shu manzilli dasturimiz tasdiqlansa, buni respublikaga biz taqdim qilamiz. Marhamat, bu agrar qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat, transport va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha doimiy komissiyada ko'rib chiqildi. Ahmadjon aka, marhamat, xulosa e'landi. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar. Biz doimiy komissiyada ko'rdik, terakni o'rgandik, jadal loyiha ishlari boshlangan. Lekin shularni davom ettirish uchun bugun qanday tartibli loyiha tasdiqlab berishlarni iltimos qildim. Demak, 183 ta loyiha, bu ham ijtimoiy soha, mana maktabgacha ta'lim, tibbiyot sohasi, yo'l qurish sohasi, ichimlik suv, elektr, bu hammasi aholini qiynab kelayotgan muammolarni yechimi va davlatimiz rahbarining o'sha inson qadri uchun aholiga sharoit yaratish uchun degan topshiriqlarni yaqqol ijrosi. Menimcha bu masala bo'yicha savollar bo'lmasa kerak, yo bormi savollar? Yo'q. Ko'rib chiqdinglar, loyiha hammasi tarqatilgan. Marhamat. Taklif bor edi, o'sha marhamat. 44-chi maktab bor edi. O'sha maktab shularga biz taklif berib o'tirdik, o'sha deputatlarni ham taklif qilgan o'sha juda zallar hech qanaqa sharoiti yo'q, o'sha maktablarni kirgizilsa. Manzilli dastur asosan mana moliya iqtisodiyot bo'limidagi bo'lim tomonidan shakllantirilgan. Hozir mana Bo'ka tumanida umumiy ro'yxatda 9 ta maktab turibdi. Bitta maktabgacha ta'lim tashkiloti, bitta tibbiyot muassasasi, 4 ta yo'l obyekti. Buni agar o'sha og'irlik holatidan kelib chiqib, hozirgi dasturda ilovada meni hech qanday e'tirozim yo'q. Moliya va boshqarmasi bilan kelishib, zarurat bo'lsa o'zgartiriladi. Rahmat. Boshqa takliflar yo'qmi? Ovozga qo'ysak bo'ladi. Marhamat, rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi xos taklif bilan taklifni ko'rib chiqasizlar, imkoniyati bo'lsa o'zgartirishdan qaror loyihasi qabul qilindi. Rahmat. Keyingi masala viloyat byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida. Bu masala har doimgidek xabaringlar bor. 2026-yil 10-apreldagi Oliy Majlis Senat Kengashining 325-sonli qarori talablari asosida ko'rib chiqilgan, jamoatchilik muhokamasiga kiritilgan. Jamoatchilik muhokamasi joriy yilning 25-aprel kuni yakunlangan. Muhokama natijalari bo'yicha so'z viloyat iqtisodiyot moliya boshqarmasi jamlash bo'lim boshlig'i O'ktam Narimovga. Eldor, rahmat sizga. Keyingi masalasi. Buni ham doimiy komissiya ko'rgansizlar, muhokamada turgan. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Ma'lumki, viloyat mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lari hisobidan amalga oshirilayotgan tadbirlar Oliy Majlis Senatining 2026-yil 12-martdagi 40-325-TRV sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom talablariga asosan xalq deputatlari viloyat kengashining qarorlari asosida yo'naltirishi belgilab o'tilgan. Ushbu nizom talablaridan kelib chiqqan holda, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, viloyat mahalliy byudjetining yil boshi shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan umumiy 8 ta holatda 22,5 milliard so'mlik takliflar kiritilgan. Ruxsat bersangiz, shu takliflar bilan tanishtirib o'tsam. Yo'q, bu takliflar bilan deputatlar tanishgan, chunki 10 kun jamoatchilik muhokamasida turgan. Endi savol bo'ladi. Masalan, biz bugun tasdiqlab beramiz. Bu tasdiqlab berganimizdan keyin mablag' ajratish, farmoyish qabul qilish qancha muddatda bo'ladi? Eng qiynayotgan muammo sessiya qarori qabul qilinadi, lekin mablag' ajratishda iqtisodiyot va moliya boshqarmasida muammolar bo'lyapti-da shu masala.
Sessiya qarori chiqqandan keyin programmada bir kun ichida uriladi. Bir kunda farmoyish chiqadi. Sessiya qarori chiqqandan keyin biz farmoyish kiritamiz. Farmoyishga mas'ul bo'linma rahbarlari tomonidan imzolab o'tgandan keyin bir kun ichida chiqadi. Eng uzog'i bilan 3 kunda farmoyish chiqib ijro hisoblanadi. Sabab, buni savol berayotganim sababi sessiyadan keyin o'zingizlar kiritgan masalaga o'zingizlar kelishishinglarda ancha muammo borda. Boshqarma o'zi kiritadi masalani, sessiya qaror qabul qilinadi, tizimga yuklanadi, lekin tizimda kelishishda bizda ancha muammolari bor. Shuning uchun bu qaror loyihasi bilan hamma tanishgan, doimiy komissiyada ko'rilgan, jamoatchilikda hech qanday e'tirozlar bo'lmagan. Mana shu 22 milliard mablag', 22 milliard 500 million so'm mablag' bo'yicha marhamat Mashraf G'aniyevich, doimiy komissiyaning xulosasini. Bu bo'yicha 8 ta tadbir uchun 22 milliard 500 mahalliy byudjet komissiyasi tomonidan ko'rib chiqildi, to'g'rilanadi. Ushbu qaror loyihasi ham deputatlarga elektron tarzda tarqatildi. Ushbu qaror loyihasini tasdiqlashni so'raymiz. Rahmat. Zalda o'sha mablag' oluvchi viloyat tashkilotlari ham o'tiribdi. Mana shu ajratilgan mablag'larni maqsadli va samarali saqlanishi bo'yicha o'sha javobgarlik, mas'uliyat sizlarga yuklatilgan va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha kotibiyatga axborot berish bo'yicha ham qaror loyihasida ko'rsatib o'tganmiz. Bu masalani Mashraf G'aniyevich, bu siz raislik qilayotgan komissiyaga yuklatilgan, buni ham nazoratga olishinglarni so'raymiz. Rahmat. Ovozga qo'ysa bo'ladimi? Marhamat. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror loyihasi qabul qilindi. Rahmat. Rahmat. Kun tartibidagi keyingi masala xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining 2026-yil 4-martdagi hamda 2026-yil 6-martdagi qarorlari ilovalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish masalasi. Bu juda ham jiddiy masala, hurmatli deputatlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-oktyabrdagi alohida tuman va mahallalarning aholining yashash va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun namunali hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 298-sonli qarorlari asosida respublika miqyosida 33 ta shahar tumanlariga yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman shahar maqomini berish va ularni namunali hududga aylantirish belgilangan. Bu bo'yicha biz yuqorida aytib o'tgan sessiya qarorlarimizda Yangiyo'l shahar, Chirchiq shahar hamda Buka va Chumoz tumanlariga yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman shahar maqomini berish bo'yicha 100 milliard so'mdan mablag' ajratilishi va Yangiyo'l shahriga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 1-apreldagi 132-sonli qaroriga asosan ajratilgan 70 milliard so'mga qo'shimcha respublika byudjetidan 30 milliard so'm ajratilib, jami viloyatimizga 330 milliard so'm yo'naltirishi belgilanganligini ko'rib chiqqanmiz. Va ushbu masala bo'yicha 16-fevraldagi viloyat kengashini 28-sessiyamiz 26-sonli qarori bilan 15 ta tumandagi 30 ta yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla ro'yxatini ham tasdiqlab bergan edik. Ushbu qarorga ko'ra yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla maqomi beriladigan har bitta mahalla uchun 5 milliarddan ham mablag' yo'naltirilgan. Lekin o'sha tasdiqlangan qarorlarimizning ilovalarida viloyat hokimligini tegishli kotibiyat mudirlari, boshqarma tashkilotlar bilan ishlash jarayonida va hududiy hokimliklarni e'tiborsizligi va mas'uliyatsizligi tufayli ilovalarga kiritilgan raqamlar, manzilli dasturlarga o'zgartirish kiritish zaruriyat tug'ilyapti va bu bo'yicha Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari Shukurullo Nasimxonovich Mahmudov 2026-yil 21-aprelda viloyat kengashiga xat bilan murojaat qilib ilovalarga o'zgartirishni so'ragan. Ushbu masala 2026-yil 30-aprel kuni agrar, qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat, transport va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida taraflicha muhokama qilingan. Undan tashqari kengashda kotibiyatda ham viloyat hokimi o'rinbosari kotibiyat mudiri bilan birgalikda ushbu masalani har bitta ilovani qayta ko'rib chiqqanmiz. Marhamat, Eldor Fadullayevich, nima uchun shunday bo'ldi va qaysi ilovalarga nima o'zgartirish kirityapmiz? Qisqacha axborot bering. Bu doimiy komissiyada ko'rilgan, keyin doimiy komissiya raisi Ahmad Rakip Xudoyberganov o'zlarining xulosalarini aytadilar.
ruxsat bersangiz, Saravandan bu yerda o'sha ikkita qaror bo'yicha jami 166 ta obyekt shakllantirilgan ro'yxati, bu o'sha mart oyida qaror qabul qilgandan keyin o'sha ijroga qaratilgan buyurtmachilar tomonidan o'sha har bitta obyekt joyiga chiqib o'rganilganda kilometrlarga aniqlik kiritish, ish turlariga aniqlik kiritilgandan keyin buyurtmachilardan biz hammasiga shu yerda o'tiribdi xat bilan murojaat bo'ldi. Biz ekspertizaga hujjat topshirsak, bunday topshirishimiz kerak. Bu yerda umumiy ma'noda nomlanish ketgan, bizga o'sha qurilish yo'nalishida nomlanish qilib beringlar deyildi. Bu yerda maqsad, mohiyat hech narsa o'zgarmayapti. Faqat o'sha mahallada yoziladigan ish turi aniq